hech qaysi kasallik oxirgi 100 yilda bunchalik ko'paymagan. Immun tizimi nimaga qarab dushman do'stga ajratadi? Turmush tarzi gigiyenaga juda ham rioya qilmaydigan davlatlarning juda ko'pchiligida allergiya pashti yo'q. Hozir ayniqsa tibbiyotda o'z bilasiz, CBD, rus tilida aytganda часто болеющий дети degan narsa ko'payib ketdi. Bitta hujayrada butun organizmdagi hamma hujayra haqida ma'lumot bor. Uyquni aynan kechki vaqtda bo'lishi muhimmi yoki Organizm moslashadi o'sha gormonni o'sha vaqtga chiqarishga. qanchalik kichkina narsa haqida gaplashyapmiz-da hozir. Lekin ularni qiladigan ishi, ularning falsafasi. Normal holat yashab yurimiz, lekin Arktikadagi milliard yil avval yashab muzlab qolgan viruslar agar chiqadigan bo'lsa, Nima deydi, o'zimiz real hayotdan olib qaraydigan bo'lsak, hozirgi oxirgi yillarda siz aytgandek, xo'p allergiya bo'lsin yoki boshqa kasalliklar bo'lsin, bolalarda juda ham ko'p kasallik uchrayapti. bizlarni mana shu hayotda yashab turishimizni ta'minlab beradigan hamma sistemani boshqaradi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi suhbatimiz mavzusi immunitet haqida bo'ladi. Immunitetning qanchalik murakkabligi va xalqimiz orasida immunitet haqida tug'ilgan ko'plab savollarga bugungi suhbatimizda javob topishingiz mumkin va bugungi mehmonimiz Toshkent davlat tibbiyot universiteti allergologiya va klinik immunologiya kafedrasi assistenti Nodirbek aka. Assalomu alaykum Nodirbek aka, xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Salomat bo'ling, taklif uchun rahmat. Sog' bo'ling. Bu siz bilan ikkinchi marta ko'rishishimiz. Birinchisi o'xshamay qoldi endi. Endi taqdir nima deymiz ham. Fagositoz qiladigan hujayralar ham har doim birinchi ushlagandan bakteriyani fagositoz qilib tasholmaydi-da. Lekin ikkinchi marta aytganda ham rad qilmasdan kelganingiz uchun rahmat, chin yurakdan. Xo'p, birdan savol javobga o'tamiz unda. Albatta. Bizga bugun o'zingiz ilmingiz bilan bo'lishsangiz xursand bo'lardik. Xudo xolasa. Nodir aka, odatda o'zi xalq orasida, xususan o'zimda ham immunitet haqida fikr kelganda ko'pincha immunitetni o'sha inson kasal bo'lganda xuddi yordamga keladigan bir askarlar deb tasavvur qilamizda. Sizni shifokor sifatida so'rasam, immunitetni nimaga o'xshatish mumkin? Aynan mana shu nima uchun immunitetni aynan infeksiya bilan kurashadigan bir tizim deb tasavvur qilamiz deyilsa, meditsinani tibbiyotda rivojlanishi aynan tajribadan kelib chiqadi. Aynan tez kasal bo'ladigan, infeksiya bilan kasallanib, o'limgacha olib boradigan holatlarni olimlar tekshirib ko'rilgan paytda ularda aynan mana shu T hujayralari, B hujayralari yo'qligi aniqlangan, antitelalar yo'qligi aniqlanganda, shundan kelib chiqib turib, mana meditsina sabab natija bilan o'rganadi. Ya'ni bitta jarayonni sababini bilish uchun natijasiga qaraydi. Sababini olib tashlaydi, o'sha natija bo'lmasa, demak mana shunaqa ekan. O'rganishimizni xuddi shunga moslashgan. Biza ko'p mamlaqa ilmiy bahslarda, boshqa darslarda bir fikrni aytsak, bitta gapni gapirsak, yo'q unaqa bo'lmasa kerak deyiladi, lekin ko'p studentlarda ham, talabalarda ham shunaqa fikr bo'lib qoladi, lekin bularning hammasi tajribadan kelib chiqqan. Birinchi bo'lib, o'zi avvaldan ma'lum bo'lgani o'sha Bruton kasalligi deymiz. Bruton o'zi pediatr va xirurg bo'lgan. Bir yilda 5 marta, 6 marta pnevmoniya bilan bemorni vizit qilgan unga. Har safar o'pkada balg'am, har safar o'pkada yiring, pnevmoniya. Bunchalik bo'lib ketishi mumkin emas edi normal holatda. Qiziqadilar, tekshirib ko'rilganda qonida endi albuminlarni, globulinlarni fraksiyalari bor. O'sha gamma globulinlarning umuman bo'lmasligini ko'rib qoladi. Ma'lum keyinchalik biokimiya sohasidagi anaqalardan aytiladiki, aynan gamma immunoglobulinlardan organizmda antitelalar sintezlanadi. Immunoglobulin M, immunoglobulin A, immunoglobulin G, immunoglobulin E, immunoglobulin D 5 xil. Bu antitelalar organizmda shunaqangi bir yordamchiki, do'st dushmanni ajratib beradi. Organizmdagi kelayotgan infeksiyalar bo'ladimi, kelayotgan yot antigenlar bo'ladimi, o'shani organizmga tezroq tanitib beradi. Ana shu tanitib berish jarayoni umuman bo'lmaganligi uchun bakteriyalar juda ham tez ko'payib ketib qolib, o'pkada yallig'lanish jarayonini qilib bergan o'sha bo'ladi. O'shandan keyin Bruton bu narsani kashf qilib, birlamchi immunodefitsitlarga asos solib bergan. Ana shundan keyin boshlangan. Demak, immunitet bizani himoya qilib turar ekan. Yo'q, aslida immunitet biz uchun hamma narsa. Biz aytamiz, bizda oldin mana hozirgi gachon bo'lgan gapda nerv sistemasi organizmni boshqaruvchisi deyilardi. Nerv sistemasi kashf qilishidan oldin endokrin sistemasi organizmning eng asosiysi deyilardi. Endokrin sistema. Undan keyin nerv bo'ldi. Keyin yurak qon tomiri bo'ldi. Hozirgi kunga kelib
Oshqozon ichak sistemamiz bizani ikkinchi miyamiz. Ya'ni Shunaqa. hamma narsa oshqozon ichakdan boshlanadi deyilyapti. Lekin oshqozon ichakda boshlang'ich nuqtasi bu immunitet. Bola tug'iladi, ona suti bilan oziqlanadi. Ona sutining tarkibidagi laktobakteriyalar, yana boshqa bifidobakteriyalar, boshqa oshqozon ichak tizimida o'sishni boshlaydi-da, bolaning immunitetini shakllantirib beradi. Qo'pol, qisqa va lo'nda qilib aytadigan bo'lsak, immunitet bu hamma narsa. Nafaqat bizlarni tashqaridan kelgan infeksiyalar bilan kurashuvchanligini, balki organizmni tashqi muhitga moslashtirib beradigan, har bitta organlarni bir-biri bilan muvofiqlashtirib ishlatib turadigan sistema bu immun sistemasi hisoblanadi. Xo'p, siz aytdingiz-ku, oldin o'sha birinchi o'rinda nerv sistemasi butun tanani boshqarib turadigan sistema deb tibbiyotda aytishgan. Sizni fikringizdan kelib chiqib aytish mumkinki, ya'ni immun tizimini ham baribir nerv sistemasi boshqaradimi shunda yoki aksinchami? Aksinchada, qiziq joyi shu. Aynan immun sistemasi nerv sistemasini ham boshqaradi, endokrin sistemasini ham boshqaradi. Isbot. Nerv sistemasi o'zini maxsus akson dendritlari bilan, ya'ni nerv tolalari bilan organa spetsifik ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni bosh miya hamshiralar po'stlog'i va po'stlog osti markazlar, ularning hammasi o'zini maxsus nervlar bilan alohida organga bo'ladi. Misol uchun, yurak ishini tezlashtirish simpatik, sekinlashtirib berish parasimpatik. Например. Xuddi shunaqa endokrin sistema. Nima uchun endokrin deymiz? Chunki ularni ishlab chiqaradigan sekretlar qonga chiqadida butun tanaga pala-partish ta'sir ko'rsatadi. Pala-partish. Immun sistemasini sitokinlari esa 5 xil sitokin bor. Ular haqida ko'p gapiramiz. Xemakinlarning o'zini 150 dan ortiq turi bor. Aniqlanayotgan, o'rganilayotgan narsalar juda ham ko'p. Hozir meditsina asosan interleykinlarni o'zi bilan ishlayapti. Hali orada interferonlar bor, TNF alfani varianti bor, xemakinlar bor. Bu turlari juda ham ko'p. Ya'ni demoqchi bo'lganim, immun sistema sitokinlar ham autokrin ta'sir qiladi. Ya'ni o'ziga o'zi ta'sir qila oladi. Masalan, interleykin 2 ishlab chiqaradi T hujayralar. Antigen haqida ma'lumot olgandan keyin interleykin 2 chiqaradi, o'zini o'zi ko'paytiradi. Bu juda ham mo'jiza. Bu nerv sistemasiga ham xos emas, endokrin sistemasiga ham xos emas. Tasavvur qiling, yangi ma'lumotni oladida, xuddi shunaqa ma'lumotga ega bo'lgan o'ziga o'xshagan klonlarini ko'paytirib beradi. Interleykin 2 ta'sirida. Bu autokrin ta'sir. Parakrin ta'siri bor. Ya'ni chiqqan sitokin atrofdagi hujayralarga ta'sir qiladi. Va endokrin ta'siri bor. Endokrin ta'sirida eng asosiysi bu interleykin 1. Qiziq ma'lumotlar juda ham ko'p. Endi bir boshidan aytib ketaman-da. Tasavvur qiling, biz aytibamizki, immunitet bu hamma narsa davomlanadi. Immunitet barobar mana bu O'rta Osiyoda immunologiyaning otasi Hayitov desak bo'ladi. O'zimizdan Samarqandlik bo'lganlar. Lekin Rossiyada istiqomat qiladi. Hozir Rossiyada istiqomat qiladilar, endi olamdan ko'z yumganlar. Otasi asosan immunologiya otasi o'sha odamda. Kitoblarida juda qiziq jumla kelgan. Immunitet barobar tanish, tanlash va o'ldirish. Ya'ni bizning immunitetimiz bizlarni mana shu hayotda yashab turishimizni ta'minlab beradigan hamma sistemani boshqaradi. Ya'ni tanish degani nima degani? Bizda agar qanaqadir rak hujayrasi hosil bo'ladigan bo'lsa, o'zimizning hujayramiz bilan rak hujayrasini bir-biridan tanib olish kerak. Rak hujayralarini ham qaysidirlarini tanlaydi-da o'ldiradi. Kecha gapim chala qolib ketdi, autoimmun hujayralari bor dedim. Autoreaktiv hujayralar bor bizda. Ya'ni autoimmun kasalliklarni qo'zg'ab yuborishi mumkin bo'lgan hujayralarimiz bor, limfa tugunlarimizda bor. Bu hammada bor bu. O'shaning uchun ham og'ir infeksion kasalliklardan kelgan COVID bo'ladi, boshqa autoimmun kasalliklarga debochasi bo'ladi. Hamma autoimmun kasalliklar har doim ko'pincha virus nagruskadan keyin rivojlanadi. Nega? Chunki mana bunaqa autoreaktiv hujayralar turadi-da. Immun sistema uni taniydi, lekin o'ldirmaydi. Tushunsa? Yana bitta misol, Escherichia coli bor. Escherichia coli bizning oshqozonchilarimizda shartli patogen turibdi. Makrofag uni begonaligini taniydi, lekin o'ldirmaydi ichida. Lekin u qonga o'tadigan bo'lsa, sirali unga nisbatan immun javob qaytaradi. Escherichia colini bilasiz. Ayollarda ham, erkaklarda ham eng asosiy sidik ayrish sistemasining asosiy infeksiya qo'zg'atuvchisi hisoblanadi. Sistit, pielonefrit boshqa. Lekin u tarqaladigan bo'lsa, juda kuchli pnevmoniya chaqiradi. Terining juda og'ir kasalliklarni chaqiradi. Lekin organizm uni taniydi. Tushunasizmi? Mana makrofaglarning o'ziga xos bitta xususiyati shu. Ular taniydi, tanlashni ham biladi.
qaysi payt seni o'ldiraman. Misol uchun man bilaman seni dushmanligingni. Makrofag eshirxa ko'liga aytadi. Man bilaman seni dushmanligingni, lekin sen menga hozir ziyon keltirmayapsan. Mani damp retseptorlarimni qo'zg'atmayapsan, shuning uchun men seni o'ldirmayman. Kecha o'zi gap bilan mana bitta makrofaglar deydigan bo'lsak, ularning pump retseptorlari bor, damp retseptorlari bor. Pump retseptorlari bu pathogen associated molecule pattern degan, ya'ni patogenlarning umumiy qolipini tanlaydigan retseptorlar oilasi. Damp degani damage associated molecule pattern degan, ya'ni hujayraning zararlanish mahsulotlarini taniydigan retseptorlar. Eshirxa ko'li turibdi, unda pam bor, ya'ni patogenlikni belgilaydigan qobiq bor. Makrofag uni tegib turadi, tushunib bilib turadi. Lekin eshirxa ko'li bizani ichaklarimizdagi o'zimizning xususiy hujayralarimizni zararlamayotganligi uchun, u hujayralar parchalanish mahsulotlari chiqmayotgani uchun makrofag jim turadi, teyinlaydi. Bu Jeneveyda kitobida kelgan bu. Bu oxirgi immunologiya kitoblarida kelgan mukazzal immunitet. Eski kitoblarning birortasida bu gaplar yo'q. Ya'ni immunitet tanlaydi, kerak bo'lsa o'ldiradi, kerak bo'lsa o'ldiradi. Unda yana ham bir qiziq savol tug'ilyapti-da. Immun tizimidagi hujayralar, xo'p, ko'p, hammasini aytsak, uni ko'p vaqt ketadi. Hozir makrofag dedik, qaysi bo'lishidan qat'iy nazar, o'zi odatda inson tanasida tabiiy jarayonda millionlagan hujayra o'ladi. Ba'zida uning ichidan erkin radikallar, xullas bizga intoksikatsiya beradigan narsalar chiqadi. Ya'ni immunitet faqat kasal bo'lganda emas, siz aytgandek hamma narsada har doim ishlab turadigan tizim. Albatta. Bu yerdagi muhim savol shundaki, har bir immun hujayrasi o'z vazifasini aniq biladi. Aniq ish qiladi. Aniq ish qiladi. Eng qizig'i bu vazifalarni ularga kim aytib turadi? Ular qayerdan biladi bu narsani? Har bir hujayrada, men qisqa lo'nda qilib aytib qo'ya qolay, hech kim bilmaydi buni. Embrion rivojlanish jarayonida mana blastula bo'ladi, gastrolitsa bosqichi bo'ladi, keyin organogenez bosqichi bo'ladi. Misol uchun bizani ko'z hujayramiz bilan, nerv hujayramiz bilan, teri hujayramiz bilan, jinsiy hujayralarimiz hammasini xromosomasi bir xil. Hammasida genlar ketma-ketligi bir xil. Lekin qayerdadir qaysidir gen ishlaydi, qayerdadir qaysidir gen ishlamaydi. Nega shunaqaligini biz bilmaymiz. Tibbiyot bilmaydi bu narsani hali. Misol uchun ixtisoslashish jarayoni bor. Shu gastrolitsada ixtisoslash. Har bir hujayra, har bir to'qima ma'lum bir funksiyani bajarishga ixtisoslashadi. Men aytmoqchi emasman, shu immun sistemani hamma qiladigan ishi avvaldan bilib qiladi, boshqa narsa. Unda programma bor va tashqi muhitga tushgandan keyin tashqaridan kelayotgan infeksiyaning turiga qarab turib, shart-sharoitda o'zgarishiga qarab turib o'zgarib boradi u. Misol uchun hozir biza normal holat yashab yurimiz, lekin Arktikadagi milliard yil avval yashab muzlab qolgan viruslar agar chiqadigan bo'lsa, bu juda ko'pchiligimizni unaqa qiladi. Immun sistemamiz u viruslarni tanimaydi. Tushunsa, ya'ni ko'proq baribir tashqaridan kelgan infeksiyaga qarab turib ishlaydi. Uni vazifasini qayerdan belgilab oladi deydigan bo'lsangiz, u o'zini maxsus programmasi bor, AID degan, bu timusda kechadigan jarayon. Mana shu haqida ham aytib beray. Musbat va manfiy seleksiya degan narsa bor. O'zi immunitetni organlarimizni markaziy va periferik organlarga bo'lib olamiz. Ya'ni immun hujayralar paydo bo'ladigan qismni biz markaziy deymiz. Ular u joyda ixtisosligini o'taydi. Xususan timusda T limfositlar rivojlanadi. O'zini 5 marta bo'linib ko'payadigan bosqichlari bor. O'shaning 4-bosqichida aynan timusda maxsus enaga hujayralari bor. Epiteliy hujayralari. Tasavvur qiling. Enaga hujayra o'zining maxsus retseptorlarini T limfositlar bilan bog'laydi. Agar T limfosit mana shu enaga hujayradagi u enaga hujayrani butun organizmdagi oqsillar haqida ma'lumot bor bitta hujayrada. Tasavvur qilasizmi? Bitta hujayrada butun organizmdagi hamma hujayra haqida ma'lumot bor. Shu hujayrani razmeri haqida ham aytib keting hozir. Razmeri o'sha T limfosit bilan bir xil, katta emas-da. Qizuv tarafi shu. Qandayligini bilmaymiz. Lekin ma'lumot bor. Aynan o'zining maxsus retseptorlarini, T kletshin retseptorini tekizadi-da, u ma'lumot o'qiydi. Agar ma'lumot o'qish jarayonida T limfosit adashib ketsa, joyida o'limga uchraydi. Manfiy seleksiya deb, musbat seleksiya deb shunga aytadi. O'ldirib yuborishadi. Timus joyida o'ldiradi. Endi tasavvur qiling, 100% paydo bo'layotgan T limfositlardan kamida 95% o'ladi. Maksimalni 99% o'ladi.
Bizani qonimizga chiqayotgan T limfositlar 100 tadan bittasi bo'lib chiqqan. Tasavvur qiling, institutda 100 ta bola bitiryapti-da, bittasi chiqyapti, 99 tasi yiqilyapti. Qanaqa aniqlik bilan chiqadi bu? Tushunsa, o'shaning uchun immunitet uncha-munchaga adashmaydi. Immunitet juda murakkab, lekin adashib ketsa ham uncha-munchaga tuzatib bo'lmaydi. Shunday. Problema shunda. O'quv juda ham kuchli. Ya'ni timusda ketayotgan joydan har bitta genni o'qib chiqib, har bitta molekula haqida ma'lumotni olib, T limfosit chiqqanidan keyin endi o'z ishini to'la to'kis ado qila oladi u. Ma'lumot u chiqqan paytida butun tana haqidagi ma'lumoti bor. Har bitta hujayrani antigenligi haqida, ya'ni MHCdan chiqadigan oqsil molekulasi haqida unda ma'lumot bor. Ma'lumot bilan chiqadi. Qo'lida shabloni bor. Shuasa, chiqadida, misol uchun bittasi killer bo'lishi mumkin, bittasi boshqa. Har bitta hujayraga boradida, mana sanda palon-palon oqsil bo'lishi kerak. O'sha oqsil sanda bormi deb so'raydi. Haligi hujayra ham o'zining maxsus MHC molekulasi bilan o'zi sintezlangan oqsilni shundan chiqarib beradi. T-killer bunda qaraydi-da, ha, meni spiskamda sani beloking bor, oqsiling bor, bo'ldi, sen yashaysan deydi. Yo'q, immun tizimi nimaga qarab dushman do'stga ajratadi o'zi? Retseptorlarga qarab, qolipga qarab. Men sizga mana takror aytayapman. Bizda immun sistema qanaqadir bir tushunib bo'lmaydigan, bir tasavvur qilib bo'lmaydigan narsa yo'q. Aminokislotalar ketma-ketligi bor. Shunday. Mana bitta qiziq savol bor-da. Menga misol uchun albumin oqsili kerak. Xo'p. Men mol go'shti albuminni yesam, oshqonchagim haligi albumin oqsilini bo'lak-bo'lakligi bo'lib, aminokislotalar ko'rinishida oladi, hazm qiladi-da. O'zi kelgan o'sha albuminni sintezlaydi. Savol tug'iladi. Sanga shu albumin kerak. Sen yeding, to'g'ri o'tkazib bor. Nima qilasan? Uni parchalab, yana o'zing yana qaytadan sintezlab desa, antigenlikni saqlab qolish uchun kerak bu narsa. Axborot, informatsiya, tanimaslik o'sha 20 xil aminokislotalarning ketma-ketligi bilan bog'liq. Tushunsa, va bu 20 xil ketma-ketlik juda murakkab emas. Bu o'zini maxsus retseptori bor, bu o'zini maxsus retseptori bor. O'sha bilan mana shu ketma-ketlikni taniydi bo'ldi. U ketma-ketlik bir-biri bilan nima bilan mos tushadi desa, bilasiz, aminokislotalar bir tarafda amino guruh bor, bir tarafda karboksil guruh bor. Bu, misol uchun mana bu hujayra bo'lsa, bundagi karboksil guruh killerda T-kleshin retseptoridagi amino guruh bilan mos tushishi kerak va bular o'zaro kovalent bog' bilan bog'lanishi kerak. Ana shunaqa bog' bo'lsa, aytadi, ha, bu demak meniki ekan deydi, ketadi. Tushunsa, ya'ni qolib bu aminokislotalar ketma-ketligi. Endi makrofaglar ham, immun hujayralar ham bizning organizmimizda uchramaydigan qoliplarni biladi. Ana shu qoliplarning hammasini u patogen deb tasavvur qiladi. Tug'ilganimizda bizni tanamizda bor hujayralar shundan boshqasi kelganini o'ziga dushman deb sanaydi. O'ziga dushman deb sanaydi. Ammo bitta narsa bor, mana shu tug'ilish masalasida zo'r temani ochdingiz-da. Tolerantlik degan tushuncha bor. Xo'p. Ko'p savol beraman. Tolerantlik nima desa, o'zi tolerans bu nemischadan olinganda sabrli degan ma'noni bildiradi. Lekin bizlarnikilar ko'proq chidamli deb tasavvur anaqa qiladi. Chidash bilan sabrning farqi bor. Chidash bu noilojlikdan bo'ladi. Xo'p. Sabr bu ilojlilikdan bo'ladi. Misol uchun men mana shu stakanni olib, otib olib yoki sindirib olishga kuchim, qurbim, aqlim yetadi. Lekin men buni shu yerda turishiga sabr qilyapman. Tushunsa, ilojsiz men qo'l-oyog'im bog'langan, shuni turishiga chidayman, boshqa ilojim yo'q. Tolerantlikni tushuntirmoqchiman. Nima demoqchiman? Yosh bola tug'ildimi, mana immunitetning eng asosiy nyuansi. Organizm tashqi muhitga tushdimi, u maksimalli tolerant bo'ladi. Ya'ni hamma kelayotgan narsaga anaqa qiladi, sabr qiladi. Nima uchun? Agar tasavvur qiling, bola tug'ildi, onaning sutidagi laktobakteriyalarni immuniteti yo'q, sen bizaniki emassan, menda yo'q bakteriyasan, men seni o'ldirishim kerak deb o'ldirib yuborsa, qanday yashaydi odam? O'shaning uchun ham simbioz degan tushuncha bor. Ikkita organizm bir-biriga foyda keltirib yashash. Kechirib qo'yasiz. Bizning organizmimizda bitta hujayraga 10 ta bakteriya to'g'ri keladi. Nisbat 1 ga 10. Tushunsa, men misol uchun har bir odamda 2,5 kilo bakteriya bor. Tasavvur qilasiz, 2,5 kilo. Terining o'zida alohida bakteriya zamruli oilasi bor. Oshqozonchilikda 3 ta katta klan bor.
Qabila deymiz. O'sha bitta klanning o'zi bo'linadi. Bifidobakteriya, laktobakteriya, boshqa. Yana enterobakter boshqa klanlar bor. Va ularning har bitta klani ichini alohida tizimda turib olib, bizani immun sistemamizni boshqarishni ta'minlab beradi. Mana shu chaqaloq tug'ildi. Mana shu haqiqiy immunitet tug'ilgandan boshlanadi. O'sha tabiiy turg'u yo'llari bilan tug'ilib kelgan paytda shu onani jinsiy a'zolaridagi hamma mikrofloralarni o'ziga oladi bola. O'sha joyda o'zida o'zi kurashish boshlanadi. O'shaning uchun ham keserva bilan tug'ilgan bolalarda tabiiy yo'l bilan tug'ilgan bolalarga nisbatan allergiya ko'rsatkichi 3 barobar ko'proq bo'ladi. Tushunasizmi? Yaqinda men aytdim sun'iy ozuqalar haqida. Sun'iy ozuqalar bilan iste'mol qiladiganlarda, misol uchun tabiiy oziqlanadigan bolalarning taxminan 10% da allergiya uchrasa, sun'iy oziqlanadiganlarda 50% gacha allergiya uchraydi. Nima bilan bu? Bu hammasi mana shu tolerantlik buzilishi bilan. Mana shu immunitet kasalliklari bor dedik. Birinchisi immunodefitsit, immunitetni tushib ketishi, ikkinchisi immunitetni oshib ketishi, bu autoimmun kasalliklar bo'ladi. Uchinchisi bu allergik kasalliklar, to'rtinchisi bu onkologik kasalliklar. Ana shu to'rtta kasallikning ham hammasida tegida tolerantlik yotadi. Biza farzandlarimizning tug'ilishi bilan ulardagi immun sistemasini tolerantligini to'g'ri ta'minlab berishimiz kerak. Bo'ldi, hammasi joyida tushadi. Keyin mana shu yerda bir nima deydi, o'zimiz real hayotdan olib qaraydigan bo'lsak, hozirgi oxirgi yillarda siz aytgandek, xo'p allergiya bo'lsin yoki boshqa kasalliklar bo'lsin, bolalarda juda ham ko'p kasallik uchrayapti. Yoki kasallik ko'paydimi, yoki diagnostika kuchayib, hamma kasallikni aniqlash imkoniyati kuchaydimi? Bu birinchi savol. Ikkinchisi, o'sha ko'p videolarda chiqib qolyapti internetda, rostdan ham shu bolalarning immuniteti shakllanishi uchun qanaqadir loyqa suvga solib qo'yapti yoki loyga solib qo'yadi. Shunaqa narsa bu rostdan ham tibbiyotda bormi? Demak, birinchisi bolalar nima uchun ko'p kasal? O'zi umuman tibbiyot rivojlanyapti, diagnostika kuchli. Misol uchun 20 yil oldin bunaqa diagnostika yo'q edi. Hozir juda ham rivojlanib ketdi. Diagnostika juda ham kuchliligi bu bitta taraf. Ikkinchi tarafini aytaman. Mana shu bitta allergiyalik kasalliklar, ya'ni ko'proq biz allergiya bilan shug'ullanamiz-da. Dunyo aholisida hozir 35% dan 45% gacha allergiya rivojlanyapti o'sha. Men o'qidim bu statistikani. 2050-yilga kelib o'sha 50% bo'ladi deyapti. Hech qaysi kasallik oxirgi 100 yilda bunchalik ko'paymagan. Hech qaysi kasallik. Bu gapga ishonaman. Nimaga? Chunki Nodir aka, men o'zim hozir 33 ga kirayotgan bo'lsam, o'sha Peterda o'qish tugatib kelganimcha, men allergiya degan tushunchaga yo'q edim endi. Lekin mana shu o'tgan yili o'zimda birinchi marta qanaqadir ichimlikdan allergiya sezdim o'zimda, tanamda qizil nimalar toshib ketibdi. Ungacha tushunmaganman ham allergiya degan bir e'tibor ham qilmaganman. Allergiya haqida juda ko'p gapirganmiz, bitta nyuansini aytib o'taman. Yosh bola mana allergiyani profilaktikasi uchun yosh bolada hamma narsa bilan uchrashtirish kerak bo'ladi. Tolerantlik deyapman-ku, mana sabrlilik, immunitet, mana tasavvur qiling, men immunitetman, qo'limda qilichlarim, tishim, jag'larim, jahlim chiqib turibdi, hamma narsani o'ldiraman deb turibman. Lekin yosh bolada men unaqa emasman-da. Kim kelsa ham kelsin, qabul qilaman, men u bilan sherikchilik qilaman, simbioz bo'laman deb turibman. Tolerantlik degani bu simbioz bo'ldi degani. Misol uchun bug'doyda ichida gluten degan oqsili bor. Bu kleykoina o'zi aslida. Kleykoinaning vazifasi bug'doyning tarkibidagi uglevodlarni o'zida yaxshi ushlab turadigan oqsil. Bu donli o'simliklar uchun juda ham muhim bo'lgan oqsil hisoblanadi. Lekin ana shu oqsilni men yot oqsil, infeksiyani oqsil deb qabul qilishim mumkin. Tushunasizmi? Va unga nisbatan men immun javob qaytarib, yo bu xuddi bakteriyaga o'xshagan, bu menga kelayotgan infeksiya deb unga nisbatan immun javob berib, unga nisbatan yig'lanish chaqirishim mumkin. Bu immunitetda tolerantlik yo'qligi. Sabrlilik deyapman. Tasavvur qiling. Mana bug'doy kelyapti, non kelyapti, mol go'shti kelyapti, qo'y go'shti kelyapti. Tasavvur qiling, siz immunitetsiz, yosh bolasiz, chaqaloqsiz, sizga ona suti bilan bifidolaktiklar kelyapti va men sabr qilaman, kelursin. Har xil antigenlar bilan bola qanchalik ko'p uchrashsa, unda allergiya bo'lish ehtimoli shunchalik kam bo'ladi. Chunki bolada tolerantlik juda ham yuqori bo'ladi yoshlarda. O'sha loylaga anaqa qilish boshqa, o'shaning uchun afrikalik bolalarda bu faqat allergiya uchun tegishli. O'shaning uchun Afrikada mamlaqa turmush tarzi gigiyenaga juda ham rioya qilmaydigan davlatlarning juda ko'pchiligida allergiya pashti yo'q.
Afrika bolalarida qaytib kitobda keladi. Afrikani bolalarini tekshirib ko'rishganda taxminan 7% bolada astma bo'lgan. Xo'p. Yevropada 45% bo'lgan. Tushunasizmi? Bu degani immunitet bekor qolganidan allergiya bo'ladi. Immunitetimiz bizani hozir aytdingiz-ku, dam oladimi o'zi? Immunitet hech qachon dam olmaydi. U har doim ishlaydi. Qachon zo'r ishlaydi? Uxlagan paytingizda zo'r ishlaydi. O'shaning uchun men bemorlar keladi, immunitetim tushib ketibdi, xonsirab ketyapman, holsizlanib, tez kasal. Uyqungiz qanaqa? Uyquni joyiga qo'ying. Siz 9 da 10 da uxlab, ertalab 4-5 da turishingiz shart. Ana shunda odam uxlagan paytda, hamma sistema uxlagan paytda immunitet shunda uyg'onadi, o'zini qayta tiklaydi. Bosh aylanib qolgan hujayralarni joyiga qo'yib, mana urush bo'lgandan keyin askarlarni qaytadan jonlantirishadi-ku, immun sistemasi xuddi shu ishni uxlayotgan paytda qiladi. Uyquni muhim tarafi shu. Uyquni aynan kechki vaqtda bo'lishi muhimmi yoki misol uchun kechki vaqtda ishlaydiganlar bor-ku, immun tizimiga qanchalik ta'sir qiladi yoki kunduz uxladiki farqi yo'qmi? Immun uxlashda tartib muhim. Eng yaxshi optimali bu 9-10, chunki bizada epifizdan chiqadigan gormon bor, uxlatadigan. O'sha gormon chiqishi aynan shu soatlarga to'g'ri keladi. Hammamizda ham 9-10 da uyqumiz keladi, uyqumiz bir o'chib ketadi, 11-12 bo'lib qoladi, keyin uyqu kelmaydi. Chunki gormon o'sha chiqadigan payt bitta chiqdi, ketdi, bo'ldi, shu bilan uyqusi kelmaydi. 5-6 da uyqusi keladi shu bilan. Endi kechqurun ishlaydigan, boshqa qiladiganlarda ularda regularni bitta vaqt qo'yib yuborishlari kerak. O'sha regularni har kuni palon soatdan palon soatgacha uxlaydigan bo'lsa, organizm moslashadi o'sha gormonni o'sha vaqtga chiqarishga. Uyquda tartibsizlik juda yomon narsa. Har kuni har xil uxlash yomon. Tartib bilan har doim bir xil vaqt uxlasa, bu o'ta problema bo'lmaydi. Endi boyagi savoldan, aynan tolerantlikdan nima? Chaqaloqlarni biz ko'p tashqi muhit omillari bilan qancha ko'p kontakt qilsak, unda tolerantlik yuqori bo'lganligi uchun hamma kelayotgan narsalarni begona deb qabul qilmaydi-da. Bu men uchun kerakli, men bu bilan simbioz bo'laman. Abdulhamidxon so'nggi imperator deb zo'r gapi bor-da. Men rosa anaqa qilaman. Dushmanni, josusni o'zimni foydamga ishlatish imkoni bo'lib turganda uni o'ldirib nima qilaman deydi. Tushunsa, tolerantlik xuddi shu narsa. Uni dushmanligini biladi. Uni o'ldirishga aqli yetadi, lekin uni o'zini foydasiga ishlatish imkoniyati bor. Nima qiladi uni o'ldirib yorib? Shu yerda bir soddaroq qilib, xalq tushunadigan qilib maslahat berib keting. Ya'ni, hozir yosh farzandi bor oilalar, hozir ayniqsa tibbiyotda o'z bilasiz, CBD, rus tilida aytganda часто болеющий дети degan narsa ko'payib ketdi. Nima qilsinki, mana shahar sharoitida kvartirada yashaydi. Qanaqa qilsa bolada, misol uchun mana shu 1 oy, 2 oy mana shunaqa qilinglar, uyqusi hammasini shunday maslahat beringki, hayotida o'zgarish bo'ladi. Ya'ni kasallanishi sekinlashadi. Albatta, bu bolasi borligi o'zi homiladorlikdan boshlanadi. Bolasi borligi birinchi bo'lib ona suti bilan oziqlantirish. Agar sun'iy ozuqa berayotgan bo'lsa, mana ona suti bilan oziqlantirish birinchi o'rinda, ona sutiga qo'shib sun'iy ozuqa berayotgan bo'lsa, sun'iy ozuqani maksimalni bir kunda 4 mahal berish. Chunki har kuni kechqurun kechasi tinch uxlaydi deb berib qo'yish ham immunitetini buzadi, uni battalari allergiya qilib qo'yadi. Bu ikkinchisi, 4 mahal kamida berish shart. Uchinchisi, uyqusini to'g'rilash shart. To'rtinchisi, bolani ich ketib qolishi, bolani qorni dam bo'lib qolishidan ehtiyot bo'lish kerak. Drojali nonni kamroq berish kerak. Chunki bolalar biza non polvonimizda non berib qo'yishadi, oshqozoncha buzilaveradi. Shirinliklarni kamroq iste'mol qilish va anaqa chips, kreshka shunga o'xshagan ximikatlarni kamroq berish kerak va eng asosiysi bolani tashqi muhit bilan bog'lab turish kerak. Kvartira, dom yaxshi, zo'r, tashqariga chiqsin, sayr qildirsin. Zooparklarga olib borsin. Har xil hayvonlarning epiteliyalari, changlari o'sha yerda hidini hidlash kerak-da, xullas. Qo'pol qilib aytganda. Nega? Chunki nima uchun mushudan allergiya bo'ladi? Bola turibdi, tasavvur qiling, 2 yoshga kirib qolgan o'sha. Dahshatli immunitetda o'sha tolerantlik o'sha shakllanib bo'lgan. Ya'ni immunitet o'z maktabini o'tab bo'ldi o'sha. Tashqaridagi hamma narsani bo'ldi, men o'sha mana tasavvur qiling, maksimalni 3 yosh. 5 yoshdan keyin o'sha bo'ldi. Tolerantlik 100% shakllanib bo'ladi. Tashqaridan keladigan hamma narsa, yangi narsani endi infeksiya deb qabul qiladi immunitet. O'shangachon siz kontakt qilib oling.
Kontakt deganda mushukni olib bolani yuziga chiqarish kerak emas. Eng zo'r yo'li zoopark. Har xil antigenlar bor u yerda. Hayvonlarning ham antigenlari bor. Toza havoda aylantirish, bahor bo'ladimi, kuz bo'ladimi, o'simlik changlari, boshqa hamma narsa bor. O'shan bola nafas oladi, boshqa. Bu eng asosiysi. Va mana shu часто болеющий детиlarda, ota-onalarda nimadan kasal bo'lib qoladi degan savol tug'iladi. Birinchi o'rinda mana bizada vitaminda kamda. Chunki quyosh nuri bizada to'g'ri tushmaydi, 45 gradus bilan tushadi. Ultrafiolet nurlari 45 gradus bilan tushsa, terida vitamin D sintezi yaxshi bo'lmaydi. Baranov degan kitob bor, pediatriya haqida yozilgan. O'sha aytadi-da, kunduzi soat 10 bilan 11:30-12 orasida 10 daqiqa bolani yorug' joyda turishi bir kunlik vitamin D sini sintezlashga yetarli deydi. Tushunasizmi? Bu juda qiziq gap. Pediatrlar rosa yaxshi biladi u kitobni, juda yaxshi kitob. Endi nimaga bizada shunaqa emas? Men tez kasal bo'lishni men sizga olib kelib beraman hozir. Bizada vitamin D genetik va ob-havoning xususiyatidan past, vitamin D si past bo'lgan bolalarda tez terlash bo'ladi. Yotgan joyda boshini orqasi terlab qoladi, tanasi terlab qoladi. Terlab qolgan joyda biza bundan tashqari uyda qanaqa tutamiz? Issiq tutish kerak. Gazni ko'tarib qo'yishadi, boshqa 30 gradus qilib qo'yishadi. Bola terlaydimi? Oynani bitta ochasiz, shamol bitta uradi, bo'ldi, ana sizga shamollash. Tushundingizmi? Yoki bo'lmasam o'zim yoki boshqa ota yoki ona kimdir shamollab turgan bo'lsa, shamollab turgan joy bilan borib bolani nima qiladi? O'padi. Hamma yosh bolani kasal bo'lishiga sababchi o'zimiz. Bog'chalarni ham o'rnini aytib qo'yish kerak. Bog'chada chunki misol uchun 100 ta bola bo'lsa, issig'i chiqqan, temperaturasi chiqqan yoki bo'lmasam burni oqayotgan, shunaqa shamollash belgilari bo'layotgan bolalarni yuborib qo'yishyapti-da. Mana eng asosiy tez kasal bo'ladigan bemorlarim bu bog'chaga boradigan bolalar. 5 kun yaxshi deydi, shanba-yakshanba uyda deydi, anaqa deydi. Lecheniya qilasiz, boshqa narsa qilasiz, tashqaridan yana virus kelsa yuqadi. Mana shu narsalarga amal qilishsin, chotki bo'ladi. Rahmat. Bu yerda boyagi savolimiz sal ochiq qoldi. Menga qiziq bo'lgan joyi, siz aytdingizki, immun tizimimiz hujayralari dushmanni u haqida ma'lumot olib qolib taniydi. Ya'ni bilamizki, tug'ma va orttirilgan immunitet bor. Ya'ni umri davomida begona hujayralarning begona infeksiyalarni kirishida undan antigen saqlab qoladi. To'g'rimi? Bu xotira birinchi savol. Va ikkinchisi undan aynan nimani saqlab qolishi? Bu yerda immun tizimi nimani saqlab qoladi? Undan terisini olib qoladimi, pasportini olib qoladimi, nima? Hech narsa olib qolmaydi. Mana undan hech narsa olib qolmaydi. Faqat o'sha bakteriyani, o'sha infeksiyani kelgandagi hujayrasidagi aminokislotalar ketma-ketligini olib qoladi xolos. Mana qani bilasizlar, puzzle terib ko'rgansiz bilasizlar. Puzzlega bitta puzzle bo'lsa, ikkinchisi unga обязательно mos bo'lishi kerak. Shunday. Tushunarli? Xuddi shunaqa o'sha bakteriyani aminokislotalar ketma-ketligiga mos antitela sintezlaydigan hujayra paydo bo'ladi. Ya'ni B limfositlar, antitelalar, immunoglobulin G. Aynan o'sha qolipga borib moslasha oladi. O'sha qolipga borib birika oladigan antitela sintezlanadi va u qonda turadi. Va o'sha antitelani sintezlay oladigan hujayralar va o'sha antigenni taniy oladigan hujayralar limfa tugunlarida yotadi. Nofaol holatda. Tushunasizlar? Endi ozgina immunitetga kirmasa bo'lmaydi. Bizada eng asosiy dirijor, boshlab beruvchi bu antigen prezentatsiya qiluvchi hujayralar. Prezentatsiya bu taqdimot. Ya'ni terimizda, baryerimiz, shilliq qavatlarimiz, to'qimamizda makrofaglar bor va dendritik hujayralar bor. Ana shu ikkala makrofag ikkita vazifani bajaradi. Ham antigenni fagotitoz qilib yeb tashlaydi, ham uni prezentatsiya qilib beradi. Dendritik hujayra antigenni oladi, uni faqat prezentatsiya qilib beradi. Tasavvur qiling, qo'limga, mana shu qo'limga zirabcha kirdi yoki bo'lmasa bakteriya kesildi, bakteriya tushdi. Bu joyda sirazi makrofaglar bilan dendritik hujayralar antigenni taniydi. Nimasi bilan? Bu aytgan pump retseptorlari bilan. Pump pathogen associated molecular pattern degan 13 ta turi bor. Toll-like retseptorlar, regular retseptorlar hamda node-like retseptorlar. Toll-like retseptorda o'zining yana 10 xil turi bor. Har bir retseptor o'ziga xos bakteriyani ma'lum bir qolipini taniydi. Misol uchun ba'zi bir bakteriyalarda flagellin oqsili bor. Xo'p. Toll-like 5 ana shu flagellin oqsilini taniydi. Tushundingizmi? Ana shu
u bakteriya bo'ladimi yoki siz bakteriyani olib quruq flagelin oqsilini o'zini ezib maydalab organizmga sovurasizmi, farqi yo'q, to'lak 5 qo'zg'aladi. Tushundingizmi? Shuning uchun ham liofilizatli o'ylab topilgan. Ribavirin preparati bor, o'shaning tarkibida bakteriyani RNKlari bo'ladi. Ya'ni bakteriyani anaqasidan hozir RNK saqlaydigan organoidi bor edi, esimga kelmay qoldi. O'sha RNK saqlaydigan organoidni olib turib liofilizat tayyorlashgan. Uni organizmga jo'natgan paytda aynan Rig-like retseptorlar qo'zg'aladida immunitetga xuddi gaz beradi, olov beradi. O deydi, ana retseptorlar qo'zg'aldi, immunitet o'zi ishlashni boshlaydi. Xuddi shunaqa qilib retseptorlar bilan tanib oladida, makrofag fagotsiz qilaveradi. Dendritik hujayra o antigenni oladi, shipillab limfa tuguniga boradi. Limfa tuguni mana shu studiyaga o'xshagan xona. Markazda T limfosit o'tiradi, periferiyada B limfosit o'tiradi. Dendritik hujayra antigen haqidagi ma'lumotni o'zini maxsus MHC2 molekulasi yordamida T hujayraga prezentatsiya qilib beradi. Ya'ni taqdim qilib beradi. Taqdimot qanaqa bo'ladi? Menga antigenni oladi dendritik hujayra, o'zi hazm qiladi, uni epitopini olib chiqib beradi. Tasavvur qiling. Misol uchun tashqaridan qo'shin keldi. Men dendritik hujayraman. Bunda qo'shinga qaraymanda 200 mingta qo'shin, 50 mingtasi otliq askarlarning hammasi palon zirhda, menimcha o'qi bor, menimcha avtomati bor deymanda, bilib olamanda, sirazi yugurib kelaman-da bazaga aytaman. Ya'ni taqdimot mana xuddi bizda qanaqa, u ham xuddi shunaqa. Nimani taqdim qiladi desa, aminokislotalar ketma-ketligini. Bu yerni bu yerda hozir tugatiyda qarang, dendritik hujayra u bakteriyaning otini ham bilmaydi. U bakteriyaning turini ham bilmaydi. U bakteriyaning kimligini ham bilmaydi. Umrida ko'rmagan ham. Faqat aminokislotalar ketma-ketligini taniydi-yu, uni B limfositga, T limfositga beradi. Bu yerda ham jarayon juda ham ko'p. Bu taqdimot qilishini kashf qilgan olimlar Nobel olgan. Endi eshitib turing. T limfosit ma'lumot olgandan keyin antigenni turiga qarab o'zini o'zi ko'paytiradi. T limfosit TH0 deymiz, naivniy T helper deymiz. U helper antigen agar virus antigeni bo'lsa, o'zini o'zi ko'paytiradi, T helper 1 ga aylanadi. Agar u bakteriya bo'ladigan bo'lsa, u T helper 2 ga aylanadi. Agar u allergen bo'ladigan bo'lsa ham, gijjaniki bo'ladigan bo'lsa ham T helper 2 ga aylanadi. Misol T helper 2 ga aylandigan, T helper 2 endi o'zini maxsus sitokinlari interleukin 4, 5, 13 chiqaradi, B limfositlarga ma'lumotni beradi. Sitokin olib borib beradi ma'lumotni. B limfosit keyin ana shu kelgan anaqani allergenni turiga qarab turib antitela sintezlaydi, immunoglobulin E. Haligi sintezlangan immunoglobulin E ni ustidagi fragment antigen binding deymiz, ya'ni antigenni bog'laydigan qismi haligi antigendagi aminokislotalar ketma-ketligiga 100% mos keladi. Tushundingizmi? Endi tasavvur qiling, bakteriya kelib qoldi. O'sha bakteriyani mana flagelin oqsili to'lak 5 sezdi. Ikkilamchi messenjerlardan yadrosiga bordi. Uni taqdimot qilib berdi. Bu yoqdan T helper 0 ga o'tdi. T helper 2 ga aylandi. T helper 2 endi bu ma'lumotni B hujayraga beradi. Bu hujayra immunoglobulin M chiqaradi. Immunoglobulin M endi u pentamer hisoblanadi. U 5 ta anaqa fragmenti bor, antigenni o'ziga bog'laydigan. O'sha bakteriyani flagelinga borib yopishib oladi. Tushunasizmi? Harakatini sekinlashtirib beradi. Endi u virus bo'lib qolsa nima bo'ladi? Bizga virusni hech qaysi hujayra shunday virusni ushlab ola olmaydi. Virus juda kichkina. Virus zararlangan hujayrani o'ldirib yuboramiz biz. Immunitet shunaqa qiladi. Endi buni mexanizmi qanaqa? Boyagi dendritik hujayra TH0 ga berdimi, u T helper 1 bo'ladi. T helper 1 T killerga ma'lumotni beradi. T killerda ana shu virusni sintezlaydigan oqsillar haqida ma'lumot. Virus mana bu hujayraning ichiga kirib olgan, virus o'zini ko'paytirib beradi. Ya'ni virusni bilamiz-ku, hujayraning ichiga kirgandan keyin o'zini oqsilini sintezlaydi, o'zini kapsidini sintezlaydi. Virus o'zi mustaqil yasha olmaydi, faqat hujayra ichida. Bu hujayra o'sha virus sintezlagan oqsilni o'zini maxsus MHC molekulasi yordamida chiqarib turadi. T killer boya ma'lumotni oldi-ku, virusdagi aminokislotalar ketma-ketligini biladi-ku. Xuddi shu shtrix kod bunda turibdi. Shuna keladi, voy deydi, ana menga prezentatsiya qilgan, taqdimot qilib bergan kod sanda ekan-ku. Tasavvur qiling, 1110. O'sha kod bunda turibdi. Keladi, buni fagotsiz qilib tashlaydi, o'ldirib tashlaydi. Tushuntira oldimmi? Mana shunaqa aminokislotalar ketma-ketligiga qarab tuzilgan. Tushundim. Bitta antitelani o'zi 25 milliard antigenni seza oladi. Tasavvur qilasizmi? 25 milliard.
antitelani strukturasi borda, u endi tushuntiriladigan joyi bor. Qisqa lo'nda qilib aytaman. Xuddi kubikka o'xshaydi-da, o'zini tera oladi. Har qanaqa antigenga o'zini moslashtira oladi. Organizm mana shunaqa mukammal yaratilgan. Organizm, immun tizimimiz umri davomida, misol uchun kimdir 30 yil, 40 yil, 50 yil umri davomida qancha soniga qarasak antigenni saqlab qolishi mumkin xotirasida. Uni Taxminan aniq ayta olmaysiz. Yo'q. Chunki suv chechagiga nisbatan stoik immunitet qoladi. Doimiy immunitet qoladi. Gepatit A ga nisbatan ham qoladi. Boshqa infeksiyalarga nisbatan qolmaydi. Misol uchun gripplarga, boshqa infeksiyalarga qolmaydi. Uni nima uchunligi baribir ham aniq emas. Tekshirib ko'rilganda aytiladiki, yana vaksinalarimiz bor, boshqa bor. U yerda aytiladi, 6 oygacha saqlanadi. Vaksina qilamiz, immunitet sizda shakllanadi va bu shakllangan immunitet 6 oygacha saqlanadi deyish. Bu antitelaga bog'liq bo'lgan immunitet bo'ladi. Hujayraviy xotira bo'lsa butun umr saqlanadi. Va aytdim-ku, T hujayralardan. Shu T hujayralar agar hosil bo'lsa, butun umr saqlanadi. B hujayralar bo'lsa, примерно shu 6 oy, 1 yilga yetadi, parchalanib ketadi. Nima uchunligini bilmayman. Nodar aka, bu yerda bilasizmi, hozir suhbatni boshidan ozgina sarf hisob qiladigan bo'lsak, birinchidan immun tizimi mustaqil tizim. Albatta. Miya, ya'ni nerv tizimi tomonidan boshqarilmaydigan tizim. Lekin bu yerda yana bir falsafiy tarafi shundaki, hozir aytdingiz, axborot yetkazadi. Undan terisidan olib qolmaydi ma'lumot. Bu xuddi bu nima aytish mumkin? Xuddi immun tizimi bir ongli bir tizimga o'xshayapti-da. Xuddi misol uchun men siz bilan o'tiribman, sizni eslab qolyapman. Men ongliman deb sanayman o'zimni inson sifatida va siz haqidagi ma'lumotni kimgadir yetkazishim kerak. Ma'lumot, ya'ni men sizdan kiyimingizdan olib qolib bersam ham tushunsak bo'lardi. Lekin bu yerda falsafasi shunda-da. Qanaqa ma'lumot nima o'zi, axborot o'zi nima? U ko'zi bo'lmasa, bir hujayra bo'lsa, soch tolasidan, hatto inson tanasidagi hujayralar 20 martagacha kichkina deyishadi, viruslar 70 martagacha kichkina. Qanchalik kichkina narsa haqida gaplashyapmiz-da hozir. Lekin ularni qiladigan ishi, ularning falsafasi. Endi do'stim ham naqada, meditsina tajribaga asoslanadi. O'shaning uchun nazariyalar bor. O'shaning uchun gipotezalar bor. 1832-yilda vabo vibrionini tuzatgan bitta olim bor, Stefanni adashmasam. Vabo bilan o'layotgan odamlarga prosta tuzli suv berish kerak. U ovqatdan boshqa narsadan yuqyapti desa, hech kim uni gapini bir tinga olmaydi. Chunki u an'anaviy tibbiyotga qarshi ishlayotgan edi. Tushunasizmi? An'anaviy tibbiyotda o'sha Galen bo'yicha, boshqa anaqa Gipokrat bo'yicha bu vabo havo tomchi yordamida yuqyapti. Bu kir anaqadan emas. Bunga suyuqlik quyish, boshqa narsa quyish kerak emas degan ta'limotlar turgani, bu boshqa gap aytib chiqqaniga yoqmagan kichkina odam bo'lganda. Tushunasizmi? Endi axborot masalasiga keladigan bo'lsak, kichkina odam bo'ladimi, katta odam bo'ladimi, bu axborot haqida nimadir deyish juda ham qiyin. Chunki bizada bular haqida nazariyalar bor. Aniq isbotlangan narsa yo'q. Chunki biza bu axborotni siz so'rayotgan narsani hech qaysi mikroskop ko'ra olmaydi, hech qaysi asbob ko'ra olmaydi. Tushunasizmi? U energiyani bir jamlanmasi. Misol uchun, men hozir 100 kiloman, siz misol uchun 100 kilo, например. Biza kimiz? Biza uglerod, vodorod, kisloroddan tashkil topgan molekulalarning yig'indisimiz. Teleportatsiya degan nazariya bor. Ya'ni bitta jism turibdi. Men uni bu molekulalardan tashkil topganmanmi? Ha. Men uni molekulalarga bo'laman-da. Maxsus oqim bilan bir joydan ikkinchi joyga o'tkazaman. Faqat shu ikkinchi joyga o'tkazgan paytimda uni yig'ib olsam bo'ldi. Olimlar bitta jismni parchalashga muvaffaq bo'lgan, yig'olmayapti. Bu endi kinolari bor, zamonlar osha degan, boshqa narsa degan. Bir paytlar kinolarni ko'rgan paytimizda, bu yolg'on boshqa narsa derdik, lekin bu yerda juda ko'p haqiqatlar bor. Buni endi tushungan odam tushunadi. Xuddi shu gap. Agar siz so'rayotgan axborot nima degan savolni mana shuna o'xshab javob bera olganimizda edi, uni ham yig'ib olardik. Tushuntira oldimmi? O'sha yig'ib olmayapti hozir. Chunki axborot nimaligini bilmaymiz, biz ruhi nimaligini ushonmaymiz. U ruhmi u yo boshqa narsami uni
tushuntirib bera olmaymanman. Shunday. Shunda nima deb o'ylaysiz? Endi bu shaxsiy fikr bo'la qolsin va tajribangizdan, bilimingizdan kelib chiqqan holda evolyutsiya jarayonlari immun tizimini shakllanishini to'liq tushuntirib bera oladimi, yo'qmi? Mayli, balkim yana ham chuqurroq paydo bo'lishini desakchi. Endi tekshiruvlardan bo'layotgan jarayonlarga qaraydigan bo'lsak, lekin bunchalik murakkab darajagacha kelib olish qanaqadir evolyutsiya bilan qiyin masala-da. Misol uchun amyobani o'zini maxsus defensiv oqsillari bor, granzinlari bor. Kelgan anaqani yegan ovqatini anaqaga hazm qilishga yordam beradi. Amyoba qanaqa qilib ovqatini o'rab olib yesa, bizani anaqalarimizni, makrofaglarimizni xuddi shunaqa ishlaydi. Shundan kelib chiqib turib biza endi o'zimizni fikrimiz bilan aytishimiz mumkin. Ha, demak, значит, men amyobadan o'rgangan bo'lsam kerak deymiz-da. Lekin biza sizlarni bir-biringizga o'xshash qilib yaratdik degan gap ham bor-da. Yana bitta joyi borish mumkin bu yerda. Siz aytgandek, bu mavzuda ko'p gaplashish mumkin haqiqatan, chunki buni oxiri yo'qday tuyulib qoladi. Nimaga? Endi biz e'tiqoddan kelib chiqsak osongina aytamiz. Chunki hozir immun tizimini shakllanishida DNK ning asosiy roli deydigan bo'lsak, hatto o'sha amyobada ham bir hujayrali bo'lganda, u amyobada ham DNK bo'lgan. Demak, savol keyin taqalaveradi, DNK qayerdan paydo bo'lgan degan savol qolaveradi, ochiq qolaveradi. Ya, buni anaqa qilingan, o'sha hayotda paydo bo'lish nazariyasi. Hozir mana bunaqa narsada nazariyalar ustida talashilyapti-da. Bu nazariya o'zini oti bilan nazariya. Bu bitta fikr. Bu shunaqa bo'lishi mumkin deydi. Bu shunaqa demaydi hech kim. Ba'zi bir faktlarga asosan, ya'ni nazariya adashmasam arab tilidan nadzor so'zidan olingan. Ya'ni ba'zi bir, ya'ni faktlarga asoslangan fikrlar bo'lishi kerak. Faqat fikrning o'zi emas, ba'zi bir asoslar bo'lishi shart. Asoslar bo'lishi kerak. O'sha hayot paydo bo'lishida birinchi mana yer mamlaqa holatda bo'lgan, suv bo'lgan, keyin azot tushgan, azot vodorod bilan reaksiyaga kirishgan, ammiak bo'lgan, ammiak suv bilan reaksiyaga kirishgan, keyin ammoniy gidroksid paydo bo'lgan, unga keyin uglerod qo'shilgan, karbon tangid bo'lgan, karbon tangiddan sirka kislota bo'lgan, sirka kislota bilan ammiak reaksiyaga kirishib, birinchi glitsin ammiak kislotasi paydo bo'lgan, u ammiak kislota boshqalar oltin gurt bo'lgan, unga qo'shilib sistein, men sizga ammiak kislotalar sintezini aytib beraman. Keyin bu ammiak kislotalar bir-bilan bog'lanib oqsilli birikmalar hosil qilgan, u bitta protobiont bo'lgan, u protobiont keyinchalik yana o'ziga o'xshagan oqsilchalarni yig'ib murakkablashib borgan. Nazariya buni emas. O'shanda aytadi gipoteziyada. O'shanda aytadiki, hujayrada DNK paydo bo'ldi degani bu sistemali oqsil sintezi paydo bo'ldi degani. Chunki ba'zi man sizga aytayotgan aminokislotalar bir-biridan o'zi просто yig'ilib olgan bo'lsa, endi DNK sintezlangandan keyin DNK uni o'sha axborot tizimidan foydalanib yig'ib beradi. Endi bu narsalar men bu savolingizga G'azoliyning gapi bilan javob bermoqchiman. G'azoliy aytadi-da, mana faylasuflarga aytgan odam. Sizlar degan dunyoni ichida turib, dunyo haqida fikr bera olmaysizlar. Chunki mana shu stakan haqida men fikr berishim uchun stakanning ichida turman, stakan haqida javob bera olmayman, fikr bera olmayman. Chunki men stakanning ichida turibman, uni tashqarisida nimaligini men ko'ra olmayman. Odam ko'rmagan narsasini fikrla olmaydi. Stoli tagini siz bir paytlar ko'rgansizki, siz tushunasiz. Sen dunyoni ichida turibsanmi, uni tashqaridan bir yaxlit sifatida ko'rmaguningcha uni tushuntirib bera olmaysan. Biz ham bunaqa jarayonlarni hech qaysini tashqaridan ko'rib olgan joyimiz yo'q. Uglerodni misol uchun muncha ming yil oldin deyiladi. Uglerodni parchalanishiga qarab turib, og'ir metallarni yillik parchalanish miqdori bor-da, o'shanga qarab turib yil aniqlanadi-da. Lekin bular ham hali juda ham aniq bo'lgan narsa emas. Bu savolni nimaga ochdim? Jamiyatda hali ham ba'zi bir videolarda ko'rib qolaman, bahslar ketadi-ku. Va bahslardagi menga sal nima deydi, e'tirozimga sabab bo'ladigan narsa o'zida ilm yo'q. Kimdir o'sha narsani evolyutsiya orqali, hamma narsani evolyutsiya orqali paydo bo'lganini isbotlashga harakat qiladi. Lekin o'zida, misol uchun hozir siz o'zingiz mutaxassis sifatida javob beryapsiz, siz o'rtada nima deydi, xolis inson sifatida javob beryapsiz. Xolis inson sifatida javob bermaydi-da, aniq da'vo bilan chiqadi-da.
Shuning uchun bu mavzuni Bu ochib davo uchun asos kerak. shu asos yo'qligi yomonda. Bitta dalil bo'lishi kerak. Misol uchun, osmonda uchayotgan qushda qanot paydo bo'lib qoldi-yu, mana bunda qanot paydo bo'lmadi. Bu unaqa aniq gap emas-da. Darvinni gapirishdan oldin Lamarkni ham gapini bir eshitish kerak. U hamma o'ylaydiki, evolyutsiyani Darvin kashf qilgan deydi, kechirib qo'yasiz. Darvinning bobosi bo'lgan. Birinchi bo'lib o'sha odam gapirgan o'zi aslida. O'sha davrda Darvindan boshqa odamlar ham bu turlarning paydo bo'lishi, bitta organizmdan ikkinchi organizm paydo bo'lishi mumkin degan fikrlarni aytgan. Hech kim bu endi ko'p gap bor buni orasida. Shunday, mayli, bu narsaga chuqur kirmayman. Bu narsani gapirib vaqt olgandan ko'ra bir bet kitob o'qisin o'zini sohasiga doir. Ota-onasi bilan o'tirsin, bir foydali narsa bilan shug'ullanish kerak. Imom G'azoliy shu narsani aytgan. Savol ber, birinchi bo'lib tajribaga asos solgan odam o'sha odam hisoblanadi. Bu dunyo juda qattiq o'zgarishda bo'lib turgan paytda juda katta narsani o'zgartirib ketgan Imom G'azoliy. Ihyolmiddin kitobi bor, hamma biladi. Juda katta gap bo'lgan. Mana Yevropani uyg'onishiga eng asosiy sababchi bo'lgan kitoblardan bittasi shu. Temir. Nima uchun? Mana Shayx Hazratlarining Olam va odam, din va ilm degan kitoblari bor. O'sha yerda yozilgan bu gaplar. Temir nima uchun yonmaydi? Paxta nima uchun yonadi? Shunga izlaylar. Evolyutsiyani gapirib, palon bo'lganmi, piston bo'lganmi, qo'yish kerak u narsani. O'zingiz ishingizni qiling, rivojlaning, o'zingiz ustingizda ishlang. Undan ko'ra bolangizni tarbiyasi bilan shug'ullaning. Bolamga nima o'yin qilsam, uni aqli rivojlanadi. Shu savolni berishsin. Tushuntira oldimmi? Tushundim. Rahmat. Buni tushunganlar aytgandek o'zi ishini qilib ketyapti, lekin ba'zi birlar tashqarida turib bizda jamiyatdagi endi shakllanib keladigan yoshlarni e'tiqodini buzishga ozgina xizmat qiladiganlar bor. Shuning uchun bu mavzu ozgina ochildi. Endi bu yerda mavzuga qayta qolamiz. Emotsional holat. Insonning emotsional holati qanchalik immun tizimiga nima deydi, ta'sir qiladi. Stress deymiz, hozir oxirgi kunda stress, depressiya degan narsa ancha moda bo'lgan. Men bitta mavzu qilganman shundan. Neyroendokrina immunologiya degan. Ya'ni nerv sistemasi, endokrin sistemasi va immun sistemasi bir-biri bilan chambarchas bog'liqligi va bir-birini boshqarish haqida. Bizada serotonin retseptorlari bor. Bizani miyamizni ishlash prinsipi dopamin bilan serotoninga bog'liq. Bittasi motivatsiyani belgilab beradi, bittasi kayfiyatni belgilab berib turadi. Motivatsiyangiz bo'lsa-yu, kayfiyatingiz bo'lmasa ham ishlamaysiz, depressiyaga tushib qolasiz, itagdal, mana shunaqa holat. Xuddi ana shu serotonin retseptorlari bizning nerv hujayralarimizni qanaqa qo'zg'atsa, xuddi o'sha serotonin retseptorlari bizning makrofaglarimizni xuddi shunaqa qo'zg'atib beradi. O'shaning uchun emotsiyaga beriladigan ayollar tez kasal bo'lib qoladi. Mana gripp bo'lib qoladigan, menda shunaqa. Xafa bo'lsam, kayfiyatim tushsa, albatta gripp bo'laman. Kayfiyatim zo'r bo'lsa, men gripp bo'lmayman. Bu ilmda ham bor, yozib ham qo'yilgan. Ya'ni aynan o'sha retseptorlar va bu narsani Ibn Sinoni o'lat bilan gaplashgan gapi bor. O'lat aytadi, 25 ming odamni olib ketaman deydi. O'lat tugagandan keyin Ibn Sino aytadi, "Sen 25 ming olib ketaman deding, 50 ming olib ketding-ku" desa, "Men o'zim aytganimni qildim, qolganlari qo'rqqandan o'ldi" deydi. Mana koronavirus vaqti bu narsa ko'rindi. Koronavirus payti do'stim, men yashirib o'tirmayman, o'sha to'y tipada ishlaganman. Bir kunda 30 ta 40 ta bemor qabul qilardim. O'sha bitta alohida klinika, bitta doktor, 4 ta 5 ta medsestra, rentgenimiz bor, analizimiz bor, bemor keladi, rentgen qilamiz, analiz qilamiz, tekshiramiz, lecheniyaini yozib beramiz, statsionar davo kerak bo'lsa jo'natamiz. Endi bu tarixda qoldi endi bu narsalar. O'shanda nimani ko'rdim? Kechqurun uyda o'tiraman, televizorda gap bo'ladi, bo'g'im og'rig'i, boshqa. Ertasi kuni hamma bemor xuddi shu shikoyat bilan. Keyingi kun yangi simptom aniqlandi, bosh og'rig'i, boshqa. Keyingi hamma shu simptom bilan keladi, tushunyapsizmi? Ya'ni kayfiyat, emotsional holat immun sistemasiga 100% ta'sir qiladi. O'shaning uchun juda ko'p aytaman. Men ilmiy dalil bilan keltiryapman. Ya'ni kayfiyatimizni belgilab turadigan serotonin mediatori makrofaglarda, immun hujayralarida ham bor. Agar serotonin kam bo'ladigan bo'lsa, makrofaglar fagositoz qilmaydi.
Makrofag fagositoz qilmadi degani bu hech qaysi jarayon bo'lmaydi degani. U virus keladimi, infeksiya unga nisbatan organizm immun javob bermaydi degani. Tushunarli. Shuning uchun maksimal harakat qilish kerak. Aytadi-ku, oson yashay desangiz maslahatim olib oling, o'zingizni ozgina jinnilikka solib oling deydi Ashraf hazratlari. Bu yerda nima sizni kayfiyatingizga sizni hech kim jamiyatda bir-biriga do'lg'in emas. Kimdandir nimadir ajdaniya qilganini hisobiga xafa bo'lish ham kerak emas. Men sizdan ko'p narsa kutishim kerak emas, siz mendan ko'p narsa kutishingiz kerak emas. Mana shu kutish bizani mana ota-onalarimiz bolalaridan ko'p narsa kutib qo'yadi. Bolalarimiz ota-onasidan ko'p narsa. U menga buni qilib bermadi, bu menga buni qilib bermadi. Yoshlarimiz ikkita do'st bir-biridan ko'p narsa kutib qo'yadi. Oilada er-xotin bir-biridan ko'p narsa kutadi. Hamma o'tirib agar o'ylaydigan bo'lsak, hammasi shundan kelib chiqyapti. Bu menga hamnaqa qilish kerak edi-yu, lekin qilmadi. Endi shundan boshlanib kelyapti. Kayfiyatimizni yaxshi ushlab yuraylik, qo'rqmasligimiz kerak. Mana hozir yangi virus haqida gap ketyapti. Shu haqida ham bir aytib qo'yay. Yaqinda ko'rdim shu. Ko'rshapalaklardan nima uchun qo'rqamiz-da? Savol. Ko'rshapalak uchadigan hayvon. Ko'rshapalak uchgan paytda uni tanasi 41 gradusgacha qiziydi. Ko'rshapalakning ichida yashaydigan virus 41-42 gradusgacha chidamli virus. U ko'rshapalakdan tushgan virus bizning temperaturamizni ko'tarilgan paytida mazza qilib yashayveradi. Temperatura bizga juda ham bir katta ne'mat-da, u katalizator. Temperaturani 10 dan ortiq naqasi bor, foydasi bor. Tana harorat 1 gradusga ko'tarilgan paytda organizm fermentlarini faolligi 1000 barobar oshadi. Yurak urish tezligi 10 taga oshadi. Nafas olish tezligi oshadi, metabolizm kuchayadi. Makrofag 36,6 gradusda 1 minutda bitta bakteriyani fagositoz qilayotgan bo'lsa, 38-39 gradusda 1 minutda yuzlab bakteriyalarni fagositoz qilib tashlaydi. Juda jarayon tezlashib ketib qoladi. Biz temperatura bo'lsa qo'rqamiz. Biz temperatura bo'lsa juda ham qo'rqamiz. Atak temperatura juda ham yaxshi. Men nima demoqchiman? Aynan mana shu ko'rshapalakdan yuqadigan qanaqadir viruslar bo'ladigan bo'lsa, bizning baland temperaturamizga u viruslar chidamlida. Normada, misol uchun, har qanday kasallikda 1 kundan 3 kungacha temperatura bu normada. Organizm o'sha immunitet o'sha payt u bilan yaxshi kurashib oladi. Unga nisbatan antitela sintezi tez bo'ladi va uni yengib ketadi. Ba'zi birlar 5 kunlab, 7 kunlab, 1 oylab temperatura qiladiganlar bor. Nimaga menda unaqa degan savol beradigan bo'lsa, men aytmoqchi emasman, endi ko'rshapalakdan kelib qolgan bu virus deb. Tushuntirmoqchi bo'lgan narsam o'sha viruslar o'sha temperaturaga chidamli bo'lgan bo'ladi. Mana bu nyuansini ham hisobga olib qo'yish kerak. Qo'rqish kerak emas. Mana shu qo'rquv odamni hamma narsasini tushirishni boshlaydi. Sog'lom aql juda ham muhim. Tushunarli. Rahmat bo'ling. Hozir immunitet haqida yana gapirayotganimizda ko'pchilik xalq orasidagi juda ham bir mashhur gap desak ham bo'ladi. Immunitetni ko'tarish kerak ekan, immunitet tushishtirish kerak ekan. Ya tushirish kerak ekan demaydi-yu, immunitet tushib ketibdi, immunitet ko'tarish kerak ekan. Xo'p, mana shu narsa, immunitet ko'tarish deganda o'zi nima? Nima ko'tariladi? Hozir bilishim bo'yicha hujayralar faoliyati bor. Immunitet ko'tarish deganda ular soni ko'payadimi, nima bo'ladi? Qanaqa jarayon? Ana shu immun jarayonlarga javob beradigan hujayralarning sonini bitta holatdagina ko'paytirishimiz ham mumkin. Bu immunodefitsit holat deyiladi. Bunaqa holat reanimatsion bemorlarda bo'ladi. Jonlantirishda yotadi bunaqalar. O'sha holatni ko'paytirsak bo'ladi. Umumiy qon tahlilida leykositlar 2 chiqadi, limfositlar 1 chiqadi, neytrofillar bo'lmaydi. Shunaqa payt immun hujayralarni rag'batlantirish uchun iminni suyak ko'magida hujayralarning sonini ko'paytiradigan inyeksiyalar bor, ukollar bor, molekulalar bor. Mana granulomonotsitarni koloniya stimulyurovchi faktorlar deymiz. Shunaqa faktorlar qilinadi. Shu gap, shu holatda immunitetni oshiryapman desak bo'ladi. Boshqa mana siz bilan menga o'xshagan yurgan odamlarda hech qachon immunitetimni ko'tarishim kerak degan narsa yo'q umuman. O'zi hammamizning immunitetimiz ko'tarilgan shu yoshga kirdik. Immunitetimiz past bo'lganda u erta bolalik davrida eksitus bo'lardi o'sha. Hammaning immuniteti normal, o'sha tez shamollayman. Qachon immunitet past deyiladi? 1 yilda 3 martadan 6 martagacha quloq yiringlab ketaversa, 1 yilda yiringli jarayon 4 martadan oshiq uchrasa,
Misol uchun o'pkada yiringlash, terida yiringli jarayonlar paydo bo'lishi. Bu immunodefitsit. Yana bitta qiziq ma'lumot aytaman. Bolalar orasida erta bolalik davrida taxminan 5 yoshgacha bo'lgan bolalarning orasida bir yilda 6 martadan 12 martagacha shamollash, ORV bo'lish. Bu norma. Qo'rqyapsizmi shu gapga? Norma. Bizda mana bola umuman kasal bo'lmasa-da, men oldimga kelishadi, bolam kasal bo'lib qoldi. Bola mana 3 oyligida kasal bo'lgan, noto'g'ri lecheniya qilingan. 4 oyligida bo'lgan noto'g'ri, 6 oyligida noto'g'ri, noto'g'riligini o'tgan safar aytdim o'sha gormonlar bilan. Siz yoningizga 2 yoshda kelgan, kamida immunitet 8 marta infeksiya bilan kurashgan, oxirigacha o'zi bora olmagan, dori-darmonlar bilan to'xtatib qo'yilgan, immunitet infeksiya bilan kurashish boshini biladi, oxirini bilmaydi. Anunda keyingi plan nima desa, shu yergacha kelaman deb o'ylamagandim deydi-yu. Immunitet ham infeksiya bilan kurashib bo'layotgan joyda dalshi nima qilishni bilmaydi-da. Chunki o'tgacha yetib kelmagan shu paytgacha. Ana keyin savol ko'payadi. Mana bolam tez kasal bo'lyapti. Lecheniya qilib berasiz, boshqa narsa. Ozgindan keyin u virus yuqtirib oladi. Yana gripp bo'lib qoladi. Yana xafa bo'lishadi. Voy, meni bolam kasal bo'lyapti. Voy, siz bolangiz kasal bo'lmasa, u infeksiya bilan kurashmasa, immunitet qanday shakllanadi? Siz zalga chiqib tosh ko'tarmasangiz, siz anta yugurmasangiz, qanaqa qilib sportmen bo'lasiz? O'sha yugurish deganda, Nodar aka, uzr gapingiz bo'ldim. Harakat immun tizimiga qanchalik muhim? Bilamizki, immun hujayralarini aksariyat qismi juda ham limfada harakat qiladi. Da, juda ham muhim. Aynan shuni ham aytishim kerak, yurish. Bizda limfa tugunlarimiz bor. Limfa suyuqligiga aylanadi. Immun hujayralardan hammasi o'sha limfa tugunida, limfa suyuqligida harakatlanadi. Xuddi qon tizimiga o'xshab. Qon tizimiga o'xshab. Agar jismoniy mashq bilan shug'ullanadigan bo'lsak, men og'ir atletikani aytmayapman. Anta turib olib, tonnalagan tosh ko'tarish emas, u vred u. Sog'lom turmush tarzida sog'lom jismoniy mashqlar. Oddiy xatiba juda ham yaxshi, yurish. Eng foydali narsa shu. Yurakka ham boshqasi ham. Yurgan paytda qon yaxshi aylanadi. Mana Umraga, Makkaga boradiganlar hamma aytadiki, o'sha yerda zo'r yurdim, o'sha yerda yengil yurdim. Menda hammasi zo'r bo'lib ketdi. To'g'ri, u yoq juda ham mo'jizaviy joy, lekin u yoqda bir kunda kamida 10 kilometr yurishadi. Ana bitta joyi bor. Tabib boradida, "Sen xokkeyga o'xshagan o'yin o'ynaysan" deydi. O'ynab yaxshi bo'lib qoladi. Keyin aytadiki, hamma narsani tegi harakatda deydi. Umraga boshqa joyga borganlar u hammaligi yurishadi. Tushunasizmi? Bir kunda 10 kilometr yurgan odam hech qachon kasal bo'lmaydi. Yurish aynan. Yurish. Endi aynan shu muskullarni qisqaradi, limfa aylanadi, taloda qon tezroq aylanadi, jigarda qon tezroq aylanadi. Ana qolgan qutgan damab qolgan hujayralar tezroq chiqib o'rni tez obnovleniya bo'ladi-da. Shuningdek hujayralar yosharadi. Shu bilan bizga yordam berib turgan o'sha makrofaglar ham limfa tizimi orqali tezroq harakat qiladi. Dendritni kliyetka ham tezroq harakat qiladi. Bitta joyda o'tirib qolmaydi-da. O'tirib bizga o'xshab semirib ketadi. Tez harakat qilib turadi. Qarang. Immun tizimi, ya'ni bizda asosiy, siz aytgandek hamma narsaga javob beradigan bir tizim. Xo'p, hozir asosan o'sha kasallikda, o'sha infeksiya tushganda kurashish haqida gaplashyapmiz. Unda hozirda vrachlarning fikri, har xil fikr eshitaman. Ya'ni immun tizimiga, ayniqsa bolalarda, ya'ni preparatlar bilan qo'shimcha tegmaslik kerak. Yana bir qismi yo'q, mumkin degan nima deydi, fikr beradi. Sizni shaxsiy fikringiz qanaqa? Yoki shaxsiy fikringiz yoki bu borada shaxsiy fikr aytmayman. Bu borada ilmiy bayon keltiraman. Birinchi o'rinda u pediatr bo'ladimi, u pulmonolog bo'ladimi, u misol uchun revmatolog bo'ladimi, u onkolog bo'ladimi, qaysi soha bo'lishi, lor ayniqsa, nerv patologlar ayniqsa, gastroenterologlar ayniqsa, hamma immunitetni bilag'oni-da. Tushunasizmi? Hamma immunitetni bilag'oni. Hamma doktorda immunitet haqida bir fikr bor. Kechirib qo'yasiz. Immunitetning alohida sohasi bor. Immunitet haqida o'zining immunologlari javob berishi kerak. Endi bizda ko'proq hamma anaqadan gapiradigan ko'p-da. O'shaning uchun problema ham ko'p. Men allergologman. O'zimni ishim nimadan iboratligini bilaman-da. Allergiya haqida bitta fikr gapiradigan bo'lsam, qaysidir
qaysidir odam deydi. Keyin men aytaman, kechirib qo'yasiz. Siz o'zingizni sohangizdagi fikringizni aytasiz, men sizga tegmayapman-ku. Men tan olaman. Boshqa sohadagilar mendan o'zining sohasini mendan yaxshi biladi. Men burun suqmayman unga. Immunitet haqida ham immunologlar fikr bildirsa, hammasining gapi bir xil chiqadi, xavotir olmang. Hammasining gapi bir xil chiqadi. Demak, immunologlarning umumiy fikri har doim bir xil chiqadi. Hech qaysi immunolog bir-biriga qarshi gapirganini men ko'rmaganman shu paytgacha. Endi mana immunitetni oshirish kerak, immunitetga ta'sir qilish kerak, boshqa narsa kerak bo'lmasa hech qaysiga ta'sir qilish kerak emas. Misol uchun jahonni immunologiya jurnali bor. O'shanda bitta maqola o'qib qolganman. Vitamin immunitetni oshiradimi yo'qmi degan savolga javob qilishgan. 400 ta bolani bu yoqda, 300 ta bolani bu yoqda tekshirishgan. Bularga polni vitamin kompleks berilgan, bularga kraxmal berilgan, hech narsa berilmagan, o'zgarish bo'lmagan. Xulosa beryaptiki, immunitet vitaminlar immunitetni oshirmaydi, ta'sir qilmaydi. Lekin bizada nima? Bizning holatda nima? Hamma juda ko'pchilikda palon vitamin kompleksni bergandan keyin bolam shundan beri tez kasal bo'lmaydi. Ya'ni amaliyotda ko'rilyapti. Bor narsami? Biferon, anaferon, boshqa feronlar bor, interferonlar bor. Bunaqa isbotlanmagan, u qilinmagan, bu qilinmagan. Isbotlanmasa 100 yildan oshiq ishlatiladimi? Reklama boshqa narsa kechirib qo'yasiz, ta'sir qilmasa, effekti bo'lmasa, siz ertadan kechgacha maqtasangiz ham odamlar olmaydi. Effekti bor, ta'siri bor. Ya'ni ana shu ta'sirda, ana shu effektni to'g'ri payt qo'llasangiz effekti bor. Uzun kerakli vaqti bor. Har bitta immunotrop preparat, immunitetga ta'sir qiladigan preparat, qaysidir biri T limfositlar guruhiga ta'sir qiladi. Qaysidir biri B limfositlar guruhiga ta'sir qiladi. Mana misol uchun, Imudon, Erson 9, Ribamunil, Branhamunal, bularning hammasi profilaktika uchun beriladigan preparatlar. Ularning hammasi bakteriyaning lezzatlari. Даже bez retseptda bersa bo'ladi ularning hammasini. U nima qiladi? U mana tasavvur qiling, mana shu bakteriya bo'lsa, ichidagi hamma narsasi olib tashlangan, ustidagi qoliplari qolgan. Bu qolip pattern, boyagi makrofaglarning retseptorlarini qo'zg'atib beruvchi narsa. Siz kasal bo'ldingiz. Endi ularning opisaniyasida ham yozib qo'ygan, shtoba kasal bo'lib turgan payt, o'tkir paytda ham bersa bo'ladi deb. Qachon bersa bo'ladi? Hamma joy zo'r bo'lsa, to'liq polnotsенный bo'lsa bersa bo'ladi. Lekin bizada ko'pchilik bolalarimizda hamma narsa joyida emas-da. Vitamin yetishmovchilik juda ham ko'p. Vitamin yetishmovchilik bizada defitsit ko'p bo'lganligi uchun, shunaqa vitamin komplekslarni ichgandan keyin bola tez kasal bo'lmaydigandek bo'lib qoladi. Yevropada qanaqa? Ularda homiladorlikdan boshlanadi hammasi. Homilador ayol hamma o'zining vitaminlarini, boshqa narsalarni ichib yuradi. Bola tug'ilgandan keyin o'shanga polnotsенный moslashib turib ovqatlantiriladi. Hamma narsa kontrollanadi. Germaniyani ko'ring. Bog'chasidagi bola nima deyishigacha hal qilib qo'yilgan. Yotgan bola bog'chada qaysi joyda qanaqa qilib o'tirishigacha o'zi biladi. Hamma narsasi moslashtirib qo'yilgan. Keyin turib olishadi, Yevropa quruq askarbinka bilan davolaydi, sizlar antibiotik qilasizlar, boshqa qilasizlar. Voy, baraka topkurlar. Bizada hamma narsada yetishmovchilik bor. Nima qilasiz? Yevropaning bolasiga askarbinka bering, tuzaladi. Bizani bolaga askarbinka bering, ertaga pnevmoniya bilan keladi. Shunaqa lekin Nodir aka, даже antibiotik berganda hamchi eng oxirgi paketga. Men o'zim poliklinikaga ishga borganimda birinchi ishimni men oilaviy qopdan boshlaganman. Qishloq oilaviy punktidan boshlaganman. QVPda bo'lgan, o'zgarib ketgan nomlari. Guideline bo'yicha ishlardim. Keldi bemor, o'tkir faringit, tomog'i qizarib turibdi. Bunaqa holatda o'zini protokoli bor. Protokol qilasiz, 3 kundan keyin keladi desa, 3 kundan keyin o'sha o'pkada pnevmoniya bordi. Tushunasizmi? O'sha o'tib ketib qolaveradi. Ya'ni immunitet umuman ishlamayapti degan. Nima qilishimiz kerak? Nima qilish kerak? Ana shu bolada ana shunaqa immunitet masalan ishlamasligining sababi yetishmovchilik juda ham ko'p. To'g'ri ovqatlantirish yo'q. Vitaminlar vaqtida berilmaydi. Tushunasizmi? Va eng asosiysi, bola birinchi kasal bo'lgan paytida to'g'ri davolanmaydi. Bola ko'pincha bola yo 1 oyligida yo 3 oyligida kasal bo'ladi. Ko'pincha shunaqa. O'sha birinchi kasal bo'lgan paytda ko'proq suyuqlik va etiatrop lecheniya qilish kerak. O'sha bolada shu narsani qo'zg'atuvchisi bakteriyami yo virusmi?
bilib turib o'shanga qarshi preparatlarni beriladigan bo'lsa, shu joyda to'g'ri lecheniya qilib olinadigan bo'lsa, oyoq oxirigacha normallik ketadi. Hozirgi lekin biz yoshligimizda bunaqa vitamin ichib yurish degan narsalar bo'lmagan-ku. Endi sizni Zamon o'zgarib ketdimi? Nima o'zgardi? Zamon, sizni yoshligingizdagi yer bilan hozirgi yeri farqi bor. 20 yil, 30 yil oldin endi ko'p gap bor-da, gapirsam Shunaqa. mana tuproq. Oldin tuproqdan bitta ekishgan, shu bilan qish bo'yi turgan, yozda yana ekishgan. Tuproqdan meva chiqadi. Mevalar ichidagi bor vitaminlarni, temirlarni tuproqdan oladi. Hozir biz tuproqdan yil 12 oy foydalanyapmiz. Tuproqda haligi minerallar qolmayapti o'sha. Tushunsa, u minerallar qolmagandan keyin mevalarning tarkibida ham u vitaminlar yetarlicha bo'lmaydi. Siz yeyapsiz, olma yeyapsiz, shakil yeyapsiz. Tushunsa, uni ichida qanaqadir vitamin boshqa narsalari yo'q. Yevropada ham shu-ku. Yevropada hammasi bat ichadi lekin. Ha. Tushunasizmi? Hammasi vitaminlarni to'ldirib boradi-da. To'g'ri anaqa ketma-ketlikda qiladi. Bizachi, bizada bir tarafi vobshe bat ichma deydi. Bir tarafi uyga bitta bemor kelib qoldi. 15 ta dori taxlab qo'ygan. Hammasi vitaminlar. Glutamin bor, men aytmoqman, baraka topkir. Sen mana bu aminokislotalarning hammasini ovqatdan ola olasan. Vitaminlarni olmaysan, faqat vitamin kompleksi ichib qo'y bo'ldi. Ya'ni yetishmovchilikni o'rnini to'ldirib bo'ldi. Men hammani vitamin ichsin deb targ'ib qilmayman. O'zi belgilari bor. Shifokorga murojaat qilsanglar o'zi aytadi. Choch to'kiladi, anaqa bo'ladi, misol uchun dog'lar paydo bo'ladi, holsizlik, gijaga tekshirtiring. Gija bo'lsa, gijani titrini kamaytiring. Hazm qilishingizga qarang. Tilingiz oq karash bo'lyaptimi? Ertalab turganingizda og'iz hidlanyaptimi? Bo'ldi, o'zi sizda kasallik bor. Sog'lom odamni 5 ta kriteriyasi bor. Birinchi o'rinda xuddi gimnastlardek harakat qila olish kerak. Ya'ni oyog'ini o'tirgan holatda tepaga, pastga olib borib, xuddi yumaloq koptokka o'xshab aylanib olish kerak. Ertalab turgan paytda og'zi hidlanmagan, tili karash bo'lmagan holatda turish kerak. Tushunasizmi? O'zining kriteriялari bor. Kimda shu narsa bo'lmasa, пожалуйста, murojaat qiling. Qilsa bo'ladi demoqchiman. Demak, bizada xulosa beray. Demak, bizada bolalarda vitamin yetishmovchiligi juda ham kuchli bo'lganligi uchun vitamin kompleks berib o'rnini to'ldirsak, xuddi immunitet oshgandek tuyuladi. Aslida unaqa emas. Immunitetni oshirish uchun qanaqadir bir preparatlar, qanaqa dorilarimiz yo'q. Immunitet har doim shug'ullantirish bilan oshirib boriladi. O'sha bola tug'ilganidan boshlanadi. Ya'ni u kasal bo'ladi, infeksiya bilan kurashadi. O'sha infeksiya bilan kurashayotgan payt biz faqat yordamchi vositalarni berib turishimiz. Ya'ni dorilar shunchaki yordamchi. Vaqtni yordamchi. Kasallik davrini. O'sha qisqartirib, immun javobni kuchaytirib berish. Boshqa narsasi yo'q. Xo'p, siz o'zingiz nima deydi, tajribangizda, deydingizmi, praktikangizda immunomodulatorlar ishlatasizmi? Immunomodulatorlar ularni ishlash jarayoni qanaqa? Immunomodulatorlar o'zini oti bilan modulyatsiya qilib beradi. Ya'ni qaysidir hujayraning faolligi oshgan bo'lsa, uni pasaytiradi, qaysidir hujayraning faolligi tushgan bo'lsa, uni kuchaytiradi. Organizmdagi eng asosiy immunomodulatorlar kerak bo'ladigan joyi mana boya aytdim-ku, T helper. Birinchi tip T helper bor, ikkinchi tip helper borda. Ikkinchi tip helper oshib ketib qoladigan bo'lsa, allergiya bo'lib qoladi. Birinchi tip helper oshib ketib qoladigan bo'lsa, autoimmun kasallik bo'ladi. Bular bir-biriga doim muvozanatda turishi kerak. Nisbati 2 ga 1 da. Endi ba'zi bir holatlarda bularni boshqarib turadigan yana regulyator T limfositlar bor. U regulyator T limfositlar ham buzilib qoladigan bo'lsa, bularning ishi o'ynab ketib qoladi. Bo'lsa shaxmat. Hammasini bir xil ushlash kerak. Endi biza immunitetga ishlatadigan dorilarimizning juda ko'pchiligi aslida nomi boshqacha, ishlash prinsipi aslida boshqacha. Aslida ularning 95% adjuvant. Adjuvant. Adjuvant bu vaksinalarning effektini oshirib beradigan narsa. Tushunsa, o'z oti bilan qo'shimcha degani. Birinchi bo'lib mana vaksina qilyapsiz. Vaksinani polimerlar bilan birlab berilsa, Jenove bu narsani anaqa qilgan, tekshirib ko'rgan. Misol, sichqonlarga antigen jo'natishgan. Sichqon antigen ta'sirida 7 kundan keyin antitela sintezlashni boshlagan. Adjuvant bilan qo'shib qilinadigan bo'lsa, sichqonda antitela 3-kunda o'sha boshlagan sintez. Eng birinchi ishlatilgan adjuvant bu alyuminiyni komplekslari. O'shaning uchun hamma vaksinalarning ichida adjuvant bo'ladi.
va adjuvantlar har doim polimerlar bo'ladi. Va eng yaxshi adjuvantlar bu bakteriyani qobig'i. Men boya aytdimku, makrofag ana shu adjuvantlar ana shu makrofaglarni o'sha pamp retseptorlarini nima qilib beradi? Qo'zg'atib beradi. Tasavvur qiling, biz immunitetni aldaymiz-da bu usul bilan. Xuddi bakteriya kelib qolgandek beramiz, u turadi, voy menga infeksiya kelib qopti, davay butun sistema davay ishla deydi. Shuni hisobiga aktivlashadi. Ha, butun sistema ishlab turgan joyda keyin bakteriya keladi haqiqiysi. Bular uchun tayyor bo'lib turadi. Adjuvant kelayotgan antigenga immunitetni tayyorlab turadi xolos. Bakteriya keldi. Bakteriya bilasiz minutiga bo'linadi. Har 15-20 minutda bitta bo'linadi. Ana shu har bitta bo'linib olib to o'zini ko'paytirib olgandan keyin hujayralarni o'ldirish boshlagandan keyin immunitet uni taniydi. To antitela misol uchun bakteriya tushib, bakteriya tanilgandan keyin immunoglobulin M sintezigacha bo'lgan davr 7 kun. 7 kun qancha vaqt? Biz 7 kunda bemor tuzatamiz уже. Lekin bemor 7 kunlik isitma chiqqungacha bo'lgan davrda 7 kun shamollab kelgan bo'ladi. Infeksiya tushadi, undan kasallik bo'ladi, kurasha olmagandan keyin уже chuvossa. Xuddi shu masalada adjuvant beriladigan bo'lsa, ana shu jarayon 7 kun emas, qisqaradi shu. Chunki adjuvant buni tayyorlab beradi. Tushuntira oldimmi? Bizni O'zbekistonimizda mana eng asosiy, eng ko'p adjuvantlar bu polimerlar. Oddiy kraxmal ham adjuvant bo'la oladi. Qo'ymisiz? Oddiy kraxmal. Oddiy kletchatka adjuvant bo'la oladi. O'shaning uchun takror aytamiz. Kletchatkaga boy ovqatlarni iste'mol qiling. Karam bor, ko'katlar bor, kletchatka yeyish kerak uni. Tushunsa, misol o'stirishga yordam beradi, rivojlantirishga yordam beradi. Misol mana bu polimerlarni juda ko'pchiligi ham, misol uchun mana polioksidoniy bor, galavitlar bor, yana boshqa turlari bor edi. Ularning hammasi polimer. Hammasi mana shunaqa adjuvant sifatida ishlaydi. Biz aynan shu haqida savol bermoqchi edim. Ya'ni siz o'zingiz tajribangizdan tasdiqlagan, ya'ni ishongan preparatlaringiz bormi deb? Alohida bitta preparatga ishona olmayman. Meni o'zi prinsipim shunaqa. Preparatlarni ishlatish ham keng. Tushunarli. Chunki har bitta shifokor misol uchun bir xil retsept yozish bu yaxshi ish emas-da. Misol uchun bir xil kasal bo'lsa ham, bir xil nozologiya bo'lsa ham, doim bir xil retsept yozish to'g'ri kelmaydi. Men ham immunomodulyatorlarni ishlataman, ham immunostimulyatorlarni ishlataman, ham immunosupressorlarni ham ishlatishga majbur bo'laman. Kerak bo'lgan paytda. O'zini alohida nyuansi bor. Mana bu holatda polioksidoniy, mana bu holatda bu, mana bu holatda bu, mana bu holatda bu. Bu o'zi sir deymiz-a. O'quvchilarimga men bu savolga pullik deb javob beraman. Ya'ni endi xulosa qiladigan bo'lsak, dorilarni to'g'ri ishlatish bilish kerak. Ya'ni o'z vaqtida ishlatish kerak. Bu yaxshi, bu yomon degan narsaga ajratishdan oldin u aynan qaysi vaqtda ishlatilishi kerak, bilish kerak. Tushunarli. Eng yaxshi men xalqimizga tavsiya qila oladigan, immunolog sifatida tavsiya qila oladigan narsam bu o'simlikdan tayyorlangan kaplilar bor. Choylar bor. O'shalarni immunomodulyator sifatida, profilaktika sifatida foydalanib yursa bo'ladi. Nima uchun o'simlik preparatlarini biz bemalol profilaktika uchun bera olamiz? Chunki ularning dozasi juda ham kichkina bo'ladi. Tushunsa, doza past bo'lgandan o'zi ham yozib qo'ygan ichiga o'shani profilaktika uchun deb yozib qo'ygan. Bizda ko'pchilik davolash uchun ishlatadi uni. Shu bilan keyin so'roqlar paydo bo'ladi. Tushunsa, o'zi profilaktika uchun. Biza o'zi yeydigan ovqatlarimizda mana piyoz bor, chesnok bor. Turpni hech kim bilmaydi. Organizmda eng asosiy lizotsimni sintezlab beradigan mahsulot bu turp hisoblanadi. Lizotsim nima bilasizmi? Mana so'li tarkibidagi oqsil birinchi o'rinda o'sha bakteriyalarni shuni o'sha yopishtirib oladi, ikkinchi o'rinda yarani bitishini tezlashtiradi. Ya'ni makrofaglarni tezlashtiradi. Xullas, immunitetni eng zo'r oshirib beradigan narsa desam ham bo'ladi. Turp. O'shaning uchun ham achchiqroq. Rediska bor. Xuddi turpni ukasi. O'shaning ham turpga asal solib, anaqa mantiqasi qon qilib, bitta ichishgan, balg'amlar rosa ko'chgan, yaxshi bo'lib qolganman. Bu yerda asal qildi, boshqa narsa qildi. Yo'q, do'stlar, bu yerda turp qiladi. Asalning tarkibi bu erituvchi. Asal ham o'zi
anaqada polimerda. Hmm. Toza endi immunologiyadan o'simlikshunoslikka o'tib ketib qoldik. Mayli. Toza asal sag'ir ko'tarmaydi. Hmm. Toza asalda glyukoza bo'lmaydi. Hmm. Toza asalda fruktozani polimeri bo'ladi. Hmm. Toza asal juda zo'r erituvchi hisoblanadi. Tabiblarning hammasi o'simlik mahsulotlarini asalga aralashtirib beradi. Nega? Chunki asal o'ta erituvchi. Hmm. U shirin beradi, boshqa narsa emas, o'ta erituvchiligi, immunomodulatorlik xususiyati bor. Qo'y. Chunki polimer. Hmm. Tushuntira oldimmi? Tushundim. Har qanday yangi narsa unutilgan eski narsa deyiladi. Ozgina mana shu joylarga qarab qo'yish kerak. Lekin mana ular faqat bad ichib yuradigan, anaqa preventiv anaqalar chiqqan, ularga yopishib oladigan, 20 xil vitaminlarni har xilni ichadigan u tarafdor emasman. Ko'payib ham ketdi-da shunaqalar lekin. Do'stim, o'rtamiyonalik kerak. Hmm. Har kuni o'tirib 4 talab shashlik yemaysiz-ku. 2 kun yeysiz bo'ldi, o'sha organizm отказ beradi. Tushuntira olmayapmiz shuni. Hmm. Buni har bir sog'lom odam tushunishi kerak. Har kuni 4 litr suv icha olmaysiz-ku. Hmm. Hamma narsaning o'zini me'yori bor. Mashinani ham har kuni 200 tezlikda haydamaysiz-ku. Kechqurun bir haydab qolasiz, bo'ldi, jumla adrenalin olasiz, bo'ldi, normalniy. Shunday. Mana shunaqa hamma narsada o'rtamiyonlikni ushasa, bo'ldi, hech qanday muammo yo'q. Hmm. Rahmat Nodir aka. Umumiy suhbatimizga xulosa immunolog sifatida ayta olishingiz mumkinki, bizada hozirgacha biz hech qanaqa bir g'ayrioddiy dorilar yo'q. O'zidan o'zi kelib bizni davolab qo'yadigan. Yo'q. Hammasi Biz o'zimiz, tanamiz, immun tizimimiz, hujayralarimiz bizga yordam beradigan asosiy kuch. Albatta. Qanaqadir mana o'zim ham o'tirib orzu qilaman-da. Mana ba'zi bir holatda bemorlarga yozilgan paytda preparatlarning sonini sanayman-da, 12 ta chiqib ketadi. 13 ta chiqib ketadi. Qiynalib ketaman. O'zim qiynalaman. Chunki bitta bemorda aniqlanayotgan muammolar soni shunchalik ko'p-da. Tushunasizmi? Muammo ko'p. O'shanga qarab turib ishlashga majbursiz. Keyin uni bo'lasiz. 5 tadan oshiq preparat yozmaslik kerak maksimalni. Har bitta kasallik davolash uchun o'zi 3 ta preparat mana shundan yetadi. Bitta kasallik bo'lsa, bizda mix ko'p-da. Bizda super infeksiya ko'p. Virus keladi, virus bilan qo'shilib bakteriya ham keladi. Bakteriyadan keyin zabur. Faqat bizdami yo'q, hamma joyda shumi? Endi nimadir deya olmayman. Faqat bizdami? O'shaning uchun aytayapman, sog'lom turmush tarzi. Kim nonni kamroq yeyapti, kim xamirni kamroq yeyapti, kim shirinlik yemayapti. Men hozir brendni nomini aytmayman albatta. Shundoq kirasiz, shirinlik odamlar quruq qolgandek yeydi o'shani tortlarini, o'shani torti shirinliklarini. Men o'tiraman-da, yuragimni anaqa qilib o'tiraman. Voy, baraka topkurlar, shu shirinlik kerak emas sizlarga, qo'yinglar, yemanglar deyman, foydasi yo'q. Shirinlikning nima yomon tarafi bor? Shirinlik hech qanaqa anaqa qo'zg'amaydi, allergiya qo'zg'amaydi. Shirinlikning organizm uchun hech qanaqa ziyoni yo'qdek tuyuladi. Evolyutsiyadan, odam paydo bo'lganidan, o'sha qachondan beri kelayotgan narsa bo'lsa, organizm hech qachon birdaniga katta dozada glyukoza qabul qilmagan. Tushunasizmi? Mevalardan, o'simliklardan oladi, uni parchalaydi. Mevalardan frukt deymiz, fruktoza bo'ladi unda, inulin bo'ladi, uni parchalab fruktoza qiladi, uni keyin glyukozaga aylantiradi. Yoki glyukozani oladi, uni keyin fruktozaga aylanadi. Saxaroza bor misol uchun. Shakar qamish misol uchun oladi, uni parchalab glyukoza, fruktoza, ATF qiladi, bizga energiya beradi. Ya'ni butun umr bizani butun genetikamiz shuna ham ishlab kelgan. Vdruk shakar chiqdi, oq zahar, bitta beryapsiz, sekundda qoningizdagi glyukoza miqdorini 15 ga chiqarib qo'yadi. Tasavvur qiling, oldin 20 minut, yarim soat hazm qilish natijasida juda ham katta energiyani hisobiga sintezlangan glyukoza endi sekundda ko'tarilib qo'yadi. Tushunarli. Qancha miqdor tejalyaptimi organizmda? Hamma hujayra dangasa bo'lib qoladi. Ana shu fagositoz qilayotgan hujayralar ham, makrofaglar ham, men bitta makrofag misolida keltiryapman-da. Buni mononuklear fagotsitar sistema deyiladi.
Buning ichiga nitrofillar ham kiradi, eozinofillar ham kiradi, bazofillar ham kiradi, monotitlar ham kiradi. Juda ko'p turlari bor bularning. Men faqat makrofag deb aytib ketyapman. Hammasiga glyukozani miqdori normal bo'lib tursa, oshib ketib qolsa, fagositoz taqqa-taq to'xtatadi. Haqiqat rost deydi-ku. Fagositoz taqqa-taq to'xtaydi. Shirinlik yeyapsizmi? Prosta immunitetimga tormoz bosib turibman deb tasavvur qiling. Bo'ldi, boshqa hech narsa yo'q. Shirinlik yemanglar deysiz-da. Ya endi shirinlik yeng, mevadan oling. Mana banan yeng, shirin-ku. Olma yeng, shirin-ku. Nok yeng, пожалуйста, shirin. Shakar o'zini yemanglar, baraka topkurlar. Ana shirinliklar ko'rinishida. Quymoq deydimi, boshqa. Yana shunaqangi turlarini zo'r bilishadi. Ha, unisi yaxshi emas. Tushunarli. Nodir aka, rahmat. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Siz ham bitta oxirgi savolim bilan yakunlaylik. Immunolog sifatida, shifokor sifatida aytingchi, immun tizimini 100% oladigan bo'lsak, hozirda insoniyat necha foizini o'rgandi deb hisoblashadi? Maksimal borsa 15%. 10-15% o'rganilgan. O'rganilmagan narsalar juda ham ko'p. Biz bitta makrofagda taxminan hozir 10 ta yoki 15 ta retseptorini bilamiz. Uni hali yana boshqa retseptorlari bor. Xullas juda ham ko'p. O'zi juda ham ko'p. Rahmat. 1908-yil kashf qilgan Meshnikov, Paul Ehrlich ikkalovi ham bir yilda bittasi hujayraviy immunitetni, bittasi gumoral immunitetni kashf qilgan. Ikkaloviga ham Nobel berishgan. 10 yil o'tgandan keyin ikkalovi bitta jarayonni davomiyligini topishgan. Tushunasizmi? Ya'ni 908-yilga tushingda 18-yilga keling. Voy, o'sha jarayonni davomiy ekan-ku. Hozir 2025 kashf qilinayotgan narsalar keyinchalik ham qaysidir jarayonning davomiyligi topiladi. O'rganishdamiz. Tinchlik bo'lib tursa, Xudo xolasa, yetkazaveramiz hammasini. Rahmat Nodir aka. Salomat bo'ling. Vaqt ajratganingiz uchun rahmat.